Lekin shunaqa kunlarni ko'rganmiz, shunaqa so'kishlanishganmiz. Dubayda shunaqa ekan. Ha, Loyihani topshirganingizdan keyin gram o'zgartira olmas ekansiz. to'g'ri qurayotgan va to'g'ri ketayotgan odamlar aksiya qilmaydi. Qurilishda rahbarda, lekin beton markasini bilmaydi. Hozir o'rtacha marja qanaqa developmentda? Birga bir qo'ya olmayapti. 500 ga qursa 1000 ga sota olmayapti. Shu aksiyadagi xonadonni sota olmoqchiman-da. Borganda aksiya to'g'ri yoki noto'g'ri bo'layotganini qayerdan bilsam bo'ladi? Hozirgi kunda bitta kompaniya bitta uyni 10 ta odamga sota oladi. Xohlagan narsa olaveradi. Xohlasa yer oladi, xohlasa mashina oladi, xohlaganini oladi. Hech kim nimaga san davlat o'sha odamlarning puliga mana buni olsan degan savol javob qilinmaydi. Agar qurilish kompaniyasi naqd oldimi, noqonuniy ishlayapti shu naqdda ham. 4 ta kvartira emas, bitta nejiloy olish kerak, zo'r joyda ham bo'ldi. 2028-yilda sanoqli kompaniya qoladi. Bo'ldi, hammasi tozalanadi. O'zingiz qanaqa Novostroyda turasizmi yoki hovlidami? Yo'q, qo'lda turaman. O'zingiz qurganmisiz? Ha, o'zim qurganman, o'zim. O'l uchastka qilib chiqib ketganmiz ota-onam bilan alohida bo'lib. O'zingiz qurgan bo'lsangiz anaqa emasmi? Ustalarga juda qiyin bo'lmaydimi? O'zingiz tushunasiz-ku, anaqani, sohani. Yo'q, biz tushunganimiz uchun biladigan ustalar bilan ishlaymiz-da. Shuningizmi, shuni farqi bor-da. Bilmaydigan usta bo'ldi, ishlolmaydi. Surazi aytamiz, stop deymiz-da. Misol, mana Imorat Group. Biz Imorat Group'ni nima ochganmiz? Remont bo'yicha. Bilaman. Biz remont qilamiz bu kompaniyada. Biz reklama qilmayapmiz hozir, chunki bir boshda boshladik, hozir reklamalarni yozmayapmiz. Aynan faqat bizda remont, premium klassdagi remont. Ya'ni biz menga hozir remont qilib bering desangiz, siz bizni dizaynerskiy proyektni olamiz. Uni rabochiy proyektini olamiz. Ko'ramiz. Hammasini o'rganamiz-da, keyin pulini aytamiz. Biz sizga misol uchun mana bunaqa narx demaymiz. Loyihadan kelib chiqib aytamiz. Hozir birontasini chaqirsangiz, "Mana remont qilish kerak, mana rasm tutsa bo'ldi, kvadrati buncha" deydi. Lekin u yerda qanaqa detal ishlatiladi, nima material, hammasini biz ko'ramiz, qanaqa formatda kafilda ishlatiladi, deb narxini aytamiz. Bu narsa juda katta rol o'ynaydi, muhim o'ynaydi. O'zbekistonda masalan uyini remont qildirmoqchi bo'lgan odam o'rtacha kvadratiga necha puldan necha pul oralig'ida? Endi hozir boya bittasi Instagramda aytayotdiki, 250-300 dollar ketadi dot materiali bilan. Unaqa emas-da, umuman realda. Misol oddiy premium klassda remont qilaman desangiz, не premium даже в среднем klassda 400 dollardan kam ketmaydi. Premiumlar уже 600 gacha ham boradi. To'g'ri, endi tilla qilaman siz 1000 ga ham chiqaveradi. 500 dollar средний hozir bo'lib qoldi. 100 kvadratga 50 ming dollar shunday ketyapti. Ya'ni o'sha mebellar ham o'zi kuxonniy mebellar aytagidali 50 ming shunday ketyapti. Qanchadir muddat developer bo'lib, keyin anaqaga remontga o'tib ketdingiz. Remont o'zi o'sha paytda ham bor edi. O'sha paytda ham qiladingiz. O'zim qurgan uylarim o'sha Darxon Avenuedagi klientlarning uyini yolg'on bo'lsa bir 30%, 20% remont qilganmiz. Men o'zim o'sha kompaniyada remont qilganman. O'zimiz remont qilganmiz. Ya'ni nimaga bu sohaga kirib qolganman, remontga uy sotganimizda bizga kelib remont qilib beringlar deylardi. Men o'sha yerda kompaniya rahbari bo'lsam, men uy sotolman deb men kelardi, aytardiki, remont qiladiganlar yo'qmi, remont qiladiganlar yo'qmi? Keyin bir ikkitasiga bolalar bilan o'tirib, nima o'zi remontda pul bormi desak, hisoblab yo'q qilganda, ha dedi. Bo'pti, nima qilamiz? Begona qilmaylik, shuncha bola yursanlar, davay remont qilamiz deb remontni boshlaganmiz. Lekin shunaqa kunlarni ko'rganmiz, shunaqa so'kishlanishganmiz. Misol uchun biz o'sha paytda o'sha Darxon Avenuening rahbari bo'lganimizda ham odamlar ortiqcha gaplar gapirganda uyida xato. Nimaga usta xato qilgandan keyin men eshitaman-da, chunki men u bilan kelishuv qilganman. Keyin aytganman, "Yo, stop. Endi unaqasi bo'lmaydi. Arzonga remont qilmaymiz. Usta misol uchun kafelni 5 dollardan terayotgani bor, 10 dollardan terayotgani bor. Farqi bor-da, juda ham farqi bor. 10 ta qilmaylik, 2 ta qilaylik. Tinchgina ishlaylik deb, o'shandan keyin biz bu premium klass segmentdagi ustalarni topib, o'zim bitta gaplashib, men hozirgi kunda ham men ishlayotgan ustalarni 60-70% Instagramda o'zining bloglarini olib boradi. Zo'r ishlarni ko'rsatib borishadi. O'sha ustalar kelib, bizning uyimizni remont qiladi. Hozir misol qanaqa menda kvadratini ko'raman, proyektini ko'raman. Proyekti bo'lsa, средний hozir faqat ish haqqi 200 dollar kvadratiga. Endi material ketadi 300, 400 ketadi, 600 gacha chiqib ketadi odamda. Rabochiy proyekt yoki dizaynerskiy proyekti bo'lmasa biz qila olmaymiz. Bittasi yaqinda o'zimizning главный buxgalterimiz uy oluvdilar, dizaynerskiy remont siz qilib bering dedilar. Biz endi yo'q deya olmaymiz, remont qilib berish kerak, maytonma chizdiraylik. Voy, nima ketadi shunga? Xo'p, dizaynerskiy biz qilib beramiz desak ham, yo'q, kerak emas. Chizmasdan qilib beringlar, yo'q. Mana haligacha
qayerga rezetka qo'yishni bilmayaptilar. Elektrik kecha kelgan, aytayapman, rezetka qayerda, kровать qayerda bo'ladi? Mana bu yoqqa bu yoqqa qo'yamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Yana qayerga qo'yish kerak? Qayerda stol bo'ladi? To'xtab o'ylab ko'rishim kerak ekan. Bu o'ylaveradi, o'zgaradi. Ertaga уже qilib bo'lingandan keyin xato qayerda bo'ladi? Уже bitgandan keyin qilib bo'lmaydi. Udilintil o'sha yoqqa nimadir olib borib qo'yadi. Oddiy shu elementarniy xato, даже eshik qayerga ochilishini bilmayapti-yu. Manimki включатель qilamiz deyapti. Hop, eshik qayerga ochiladi desa o'ylanib qoldi. Bu yoqqa ochilsa-chi eshik, orqasida qolib ketadi-yu включатель. Lekin baribir qanaqadir standartlar bor? Standart nimada masalan? O'zi shu включателlar bo'yicha boshqa narsada. Yo'q, o'sha balandliklari bor. O'sha rezetkalar 40 sm включателlar o'sha 70 yoki 60, bizda o'sha elektriklar biladi, standartlar bor balandligi, eshikdan qancha qochish kerakligini. No degan savol bor, eshik qayerga ochilishini stansda. Ammo hozir eshikni bu yoqqa ochiladigan xohlasangiz siz, включатель bu yoqqa qo'ya olmaysiz, orqada qolib ketadi. Oddiy shunga yorug'liklarda ham dajada. Anaqa premium deb qoldingiz. Meni rosa ko'p qiynaydigan savol bor. Men o'zim davlat rosa ko'p yashaganman. O'zbekistonga kelganimdan keyin mana eshitishni boshladim. Comfort class, Comfort plus, business, premium. Ba'zi loyihalar endi premiumli anaqa deb chiqishadi, lekin loyihani o'zini ko'rsangiz, ana tushunmagan odam ham tushunadi, u premium emasligini. O'zi qanaqa, qachon o'ylab topilgan o'zi bu narsa, qayerdan kelib chiqqan va masalan premium bo'lish uchun qanaqadir standartlar bo'lish kerakmi? Bu haqda Murodxon akam juda ham to'g'ri aytganlar. 99% qurilish kompaniyalari premium nimaligini o'zi bilmaydi, standartlarni bilmaydi. Ya'ni bizda bu narsa ofitsialniy yo'q. Misol uchun men qurilish sohasi bo'lib, men bu narsani o'zim uchun o'rganganman. Qozog'iston, Qirg'iziston, Artofimizda davlatlarda, asnonom Rossiyada asosan premium class hozirgi kunda men Toshkentda yo'q deb o'ylayman. Chunki premium class 5 qavatli bo'lishi kerak. 330 patolog, panoramli oynalar, talablari juda katta. Даже bitta 5 etajli domda ikkita lift, охраняемый zona, o'zini химчисткасы, o'zini kofe bari, mana shunaqa talablar bor. Premium class как типа гостиницаga o'xshagan narsa-da. Lekin uni hali bizda qilinmagan, men bilmadim, ko'rmadim. Balandligi ham уже 5 qavatdan baland bo'lmaydi. Hozir anaqa anaqada qurilyapti. Energy vohami? Energy voha anaqa. Nikitinada. Nikitina emas, ani Salkovskiydan tushganda pastda. Salom choyxona tomonlarda. Ani o'shani menimcha shunaqa bo'ladi, chunki birinchidan suv ham o'tyapti, ikkinchidan 5 qavatli terrasa, hammasida terrasalar bor. Mana shu bo'lishi mumkin. Men hali loyihaga qilmadim. O'tib ketayotganda biz o'sha yerdan o'tamiz, ko'ryapman, juda ham o'sha zo'r qilib qurilyapti. Misol 30 qavat qurildi degani premium class degan emas, u business class-da. Bizda hozir mana asosan ekonom klass quriladi, lekin uni bizda sotayotganda business premium deydi. O'zi standart desa ham bo'ladi, o'zi standartga o'tkazib qo'yishgan. Ekonom klass 16 qavatli bitta lift, ikkita lift qo'yib qo'ygan. Na stoyankasi bor, na boshqasi bor. Bular уже bizda ekonom klass. Lekin klasslar bizda hali ofitsialni yo'q. Shuni qilish kerak. Qurilish vazirligi qilsa, misol Mamu class, o'zi 5 xil klass bor-da. Ekonom, business, comfort, premium, yana hozir aytaman bitta klass bor edi. 5 ta klass bor. Aslida boshqa davlatlarda shu klass bo'yicha ishlanadi. Lekin bizda yo'q. Yaqinda bitta loyihani ko'rdim, premium deluxe deyapti-da, reklama qilyapti. Keyin Instagram kirib qarasam 12 qavatli, lekin 8 ta kvartira bitta etajda. Bu umuman noto'g'ri-da. Birinchidan 2 ta lift, bunaqa 8 ta kvartiraga kam. Premium deluxe bu narsalar deb tashlashyapti. Bilmaydi. Lekin bu rasmiy emas-a? Yo'q, rasmiy. O'zbekistonda rasmiylashtirilgan. Yo'q, rasmiylashtirilgan. Qaysi davlatlarda? O'zi rasmiy, men boshqa davlatlarda ham ko'rmaganman. Ya'ni o'sha o'rganganimda ular ham aytgan shu qaysidir talablardan olib, Yevropa qaysidir kompaniyalardan o'rganib statistika qilgan. Misol uchun premium deyaptimi, yozadi. Premium necha qavatli, mana shunaqa, ekonom, mana shunaqa qilib statistika qilib olishgan. Lekin aynan rasman yo'q. Men ko'rmaganman, qiziqib ham o'rganganimda yo'q. Lekin rostdan ham bilmaydi ko'plar. Men qaysi klassda dom qurayotganini. Hozir misol siz menga kelasizda aytasizki, menda yer bor deysiz, dom qurish kerak deysiz. Men aytaman, davay quramiz. Bo'ldi, chizdiramiz. Atrofda qanaqa u joyichi birinchidan o'rganmaydi ham-da, qursa bo'ladimi yo'q, qursa bo'lmaydimi?
kelishadi, do'g'or qilishadi, misol uchun domni qurishni boshlaydida, keyin boshlanadi to'polonchilar, qo'shnilar norozilik qilgan, yo rostdan norozi qurib tashlashyapti. Keyin stankaga joyi yo'q, boshqa yo'q, quradi, dokument ham yarmi chala. Shu bilan keyin to'polon, janjal. 100% dokument qilib boshlaydigan kompaniya juda kam. Juda kam. Hozir agar qattiq tekshirsa, tekshirishmayapti, men bilmayman nimaga, men ochiq aytaman. Misol uchun qurilish vazirligi, ya'ni o'sha gazdan borib hujjat yo'llarni nimaga to'xtatishmayapti. Ya'ni odamlar aldanib qolyapti. Real aldanib qolyapti. Misol pul to'layapti odam ishonib. Blogerlar boradi, reklama qiladi, aktyorlar keladi, reklama qiladi. Ishonsizmi? Va quruvchilar bilan gaplashaman-da. Aytishadi, kadastr tez berishmaydi. O'zi bu davlat interesida bo'lishi kerak. Bizga anaqa kadastr tezroq bersa, biz налогimizni to'laymiz deyshadi. Yo'q. Nimaga shu narsa cho'ziladi doim? Har doim kadastr cho'zilishi bu qurilish kompaniyasining aybi bilan bo'ladi. Hech qachon kadastrga bu umuman qiziqi yo'q. Naborot aytgandek, kadastr olgandan keyin u ularga plyusga yuradi. O'shandaymi? Faqat nimaga cho'ziladi? Loyiha bo'yicha qurmagan, yoki gaz olib kirmagan, kommunikatsiya olib kirmagan, yoki talablar bajarilmaganda, endi uni talabi bajargan desa, unga katta pul kerak yoki bir narsa cho'zib yuraveradi. Agar siz 100% loyiha bo'yicha qursangiz, kadastr sizni bezovta ham qilmaydi, o'zi kelib o'zini ishini qilaveradi. Dubayda shunaqa ekan. Ha. Loyihani topshirganingizdan keyin gram o'zgartira olmas ekansiz. O'sha bo'yicha qurib ketish kerak ekan. Dubayda siz loyihani o'zgartirib ham qura olmaysiz. Bizda nima hozir 9 qavatga oladi-da, 11 qavat quradi. Yo'q, umuman fasadda ham hech narsani o'zgartira olmas ekansiz. Bir xil qanaqa bo'lsa. To'ppa-to'g'ri. Juda ham bunga qattiq qaraydi. O'zi Dubayda qanaqa? Mana siz hozir Dubayga borib investitsiya qilib dom quraman desangiz, Dubay aytadiki, "Sani loyihang bo'lmaydi" deydi. Mana senga loyiha, mana shu loyihani qurasan deydi. Chunki game plan bor. Shahar plani bor. Shahar planida sizga hozir ruxsat bersa, siz xohlaganingizni qurib olasiz. Xudo e'tibor bergan bo'lsangiz, Dubay o'zini ko'rkam anaqasi bor. Har bitta binoni bu o'zi qilib beradi davlat. Shuni qurasan deydi. Yaqinda biz bitta investor bilan gaplashdik, shu Dubayda borib qurmoqchi ekanlar. Aytdilarki, "Короче, men loyihalar qildiraman, chizdiraman" deb yursam, unaqa emas ekan. Davlat o'zi berar ekan. Necha qavatli bo'lsa, shuni qurishim kerak ekan. Shu joyini hammasini o'zini shartlari bor ekan. Bizda qanaqa hozir? Bizda yonida klassika qursa, bu yog'iga qayta quradi. Bunaqasi yonbosh qursa, devor yo'lga qarab bunaqasi quradi. Umuman game plan hali ham men o'zim ham ko'rmaganman, yo'q ham-da, misol. Bu narsani mana Xudo xolisi yangi Toshkent, yangi O'zbekistonda hammasi qilinyapti. Yaqinda chiqdi game plan. Mazga yuborib qo'yaman. Yaqinda meni ham qo'limga endi kelib tushdi. Endi qarang, mana gapingizni bo'laman, chiqdi. Shunchadan qurib bo'lindi. Bilaman. Endi mayli, qachon bu yog'iga to'g'rilab ketish kerak. Chunki domni orasiga kirsangiz, bunaqasiga turibdi, unaqasiga turibdi endi. Lekin baribir chiqqani zo'r bo'libdi. Kvadrat metr bu turar joy majmualari, biznes markazlar, mehmonxonalar va shu turdagi loyihalar haqida tahliliy va ko'rgazmali kontentlar qilib boradigan tijoriy kanal hisoblanadi. Biz bilan hamkorlik qilish istagi bo'ladigan bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin yoki Telegram orqali bizga aloqaga chiqing. Kutamiz. Men bitta nima bilan gaplashib qoldim. Geolog deydi, ularni adashmasam, geologiya bo'yicha o'qir ekan u yigit, Xorazmlik yigit. Zo'r gap gapirdi. Mana shu bino qurilayotganda hattoki shamol yo'nalishini ham hisobga olish kerak ekanda. Masalan, havo qattandir kirib, shahar ichidan to'g'ri aylanib chiqib ketish kerak ekan. O'shaning uchun aytdi, ba'zi shaharlarga borsangiz, mazza qilasiz, ana havoni mayin shabboda bo'ladi. Toshkentda shu narsa yo'q, chunki hamma xohlagancha qurib tashagan va anaqa nima havo chiqolmay qolgan. Va ba'zida juda changib ketishi, changi to'planib qolishiga ham anaqa sababchi. Lekin qurilishdagi chang sababchi emas, aynan changni chiqib keta olmagani sababchi deb turib aytdi-da. O'zim ham bir ekologiyani gapirishdi-yu, qurilishda bor deb. Men o'ylamayman qurilishda unaqa chang bo'lishini. Chunki nima o'tib bizmayapti-yu, quryapti. To'g'ri, qanaqadir qisman chang bo'ladi, lekin bu ekologiyani chang unaqa balanga ham chiqmaydi-da. U zaharli, misol o'zingiz o'ylang, o'zi qancha kvartira bor, ya'ni individualniy kotel. Oldin bitta kotelniy bo'lgan. Shu butun rayonga ishlagan shu. Hozir har bitta xonadonda kotel bor. Har bitta xonadondan ugarni gaz chiqadi, koteldan chiqadi. Bu degani уже minglab kotel ishlayapti. Mashinalar ham hozir hazillik ko'payib ketdi. O'shuni o'zi ekologiyani normalniy buzadi. Qurilish misol yaqinda bir 2-3 yil oldin anaqa bo'ldi-ku, koronavirus.
qaysidir davlatda ko'rsatdi-yu, umrida tog'i ko'rmagan ekan oynasidan. Bir oy mashinalar ko'chada yurmaganda uydan tog' ko'ringanda, shu darajada kislorod anaqa yaxshi bo'lganidan. Bu hammasi mashinalar, misol uchun gazlar, hamma narsa shunga bog'liq. Chang lekin mana Dubaylarda biz borganda ustini setka qiladi, yopib ishlaydi. Talablari bor. Hindistonda borganimda suv separ ekan. Qurilish qilayotgan paytida o'zidan bir 15-20 metrdan keyin zabor atrofida suv sepyapti. Ya'ni chang ko'tarilsa ham suv ushlab qoladi, ma'noda mana shunaqa. Utavrda ko'rdim. Utavr qurilishida zabor qilganda, zabor tepasidan anaqa suv sepib qo'ygan, anaqa chang anaqa chiqmasligi uchun birinchi marta o'sha talablarni qo'yish kerak bizda. Qo'ymaydi talablar. So'radim uchun osmi, mas talabi qilishing kerak. Oddiy texnika bezopaslikka rioya qilinmayapti-yu. Odamlar videoga olishadi, Instagramda uylarni reklama qilishadi, 6-7 etajda odamlar tapchikada yuribdi-da, quruvchilar. Nima kim misol javob beradi bunga? U odam yiqiladi, bechora kimdir farzandi, kimdir otasi tema anaqa bo'lib ketadi-da, qattiq aralashmaydi. Normativlar haqida qayerdadir yozilganmi qurilish bo'yicha? Qaysidir joydan topsa bo'ladimi? Uni o'qib, masalan, endi oddiy xalq. Masalan, aynan nimani? Qurilish normativlarini. Qurilish bo'yicha normativlar bor bizda, misol arxitektorlar normativlardan olib dom quradi. O'shalar qayerdadir yozilib anaqa qo'yiladimi? Yoki o'zin normativlari bor. Biz sizga anaqasini berib qo'yamiz, silkini kirib bemalol o'qib chiqaverasiz, normativlari bor, lekin u arxitektorlarga. Ya'ni u chuqur kirib ketasiz. Uni bitta narsani mag'ziga yetgunizcha uni statiyalarni o'qib keyin o'zingizga olib olasizda. Основной arxitektorlarga. Birorta case ko'rganmisiz O'zbekistonda? O'sha normativ qo'pol bizga. Qo'pol bizgami? Ismini aytmasangiz ham anaqani. Loyihani tasvirlab bersangiz o'zi anaqa. Yaqinda o'sha anaqada ham ommaviy axborotdan chiqib ketdi. Ikkita dom orasi 40 metr bo'lish kerak-da. 15 metrga qurgan. Ya'ni qanaqa bo'lgan? Bu dom ruxsatni olgan, qurmagan. Bu dom ruxsatni olmagan, qurgan. Bu bilmagan bu dom qurishini yerga. Keyin bu domni qurgan, uni qonuniy qurgan, bu dom qonuniy qurgan. Endi o'rtasida 15 metr. Bu shenka bo'yicha normativ bo'yicha to'g'ri kelmaydi. Yo'q, uni buzish kerak. Lekin ikkalasi ham sotib bo'lgan. Buni qachon bilishgan? Qurib bo'layotganda shu kelib o'sha kadastr harakat qilishmoqchi bo'lganda domni yomon qurib qo'yishgan. Bu aniq nima deydi? Birinchidan bu noqonuniy qurgani xatosi, bu o'sha bu qurib bo'lgandan keyin boshlayotganda professional quruvchi bo'lsa aytadi, yaqin bo'lib qopti-yu, to'xta. Men noto'g'ri quryapman, bu noto'g'ri quryapti, kimdir noto'g'ri ruxsat berib qo'yganda. Ko'p xatolar asnonom 9 qavatliga olib 10-11 quradi-yu. Albatta. Eng katta xato shunda. Juda ham ko'p shunaqa. G'ulom aka, ko'p so'rayman deyman mana shu savolni. Masalan, developer bo'lmoqchiman, masalan. Nimalarni maslahat berasiz? Qanaqa ketma-ketlikda bo'lsa to'g'ri bo'ladi? Masalan, bizning sohada men masalan marketolog bo'lsam, kimdir kelib marketing o'rganmoqchiman desa, menda 1 2 3 4 5 mana buni qilgan. Ya'ni men bularni qilmagan deyman-da. Sizlarning sohalarda qanaqa bo'ladi? Bizning sohada siz agar rostdan quruvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, maslahatim baribir qurilish ichkaridan boshlash kerak. Usta o'rganish kerak. Yo'q, usta emas, ustalik qilish qiyin. Hozir biz usta qilib ko'yingiz qolib ketadi. Qochib ketadi ustachilik oson emas. Baraka topsan shu sovuqda chiqishadi. Endi bizani qalin bo'shliqlarni kiyib, misol uchun obxodlarga chiqqanimizda sovuqda qo'llarida perchatki bormi yo'qmi, armaturalarni to'qishadi, boshqa qilishadi. O'sha qiyin juda ham. Shuning uchun men aytaman, men ishlagan bo'lsam, meni o'zim qo'limda ishlagan ustalar hammasi biladi. Birinchi o'rinda menga inson qadri, ya'ni ustalar. Tapchikada yursa qo'ymayman, misol qo'ymasdim. Obuv olib berardik, ustidagi spetsajda, boshiga kaskasiz umuman anaqa ishlattirmasdim. Ishlattirmaymiz-da, misol. Birontasi mazasi bo'lmay qolsa, sog'lig'i kasal bo'lsa, biz birinchi o'rinda dori, baribir shular bo'lmasa biz qura olmaymiz domni. Bular bo'lmasa, misol uchun mijozlar pul to'lamasa, o'sha ikkita odamga biz har doim qanaqa qaraymiz. Misol bir xil mijozlar bor, bo'lar bo'lmasga ham telefon qilib so'raveradi-da. Majbursizda javob berishga. Misol telefon qilsa, demaysiz, pul to'lagan, shuni puli bilan qanaqadir qurilyapti. Bir xillar bor, cho'rniga ham qo'yib tashlaydi. Bir xillar bor, odamlarni qulda ishlatadi. Nima ishim bor deydi.
yiqilibdi, o't sinibdi desam, men shunaqa reaksiya ko'rganman odamlarda, o'zi aybdordek qaralaring degan reaksiyalarni ko'rganman. Misol uchun, voy, nimaga yiqiladi? Qaramaysanlarmi? Kim qaramagan? Nimaga bor, davay doktorga olib bor deganini ko'rmayman. O'zini aybi bilan yiqilganda deydi. Bunaqa odamlar quruvchi bo'la olmaydi. Quruvchi baribir o'z ishiga, o'zining xodimlariga mehr berish kerak. Biror kimnigadir misol uchun shogird tushish kerak. Birinchi bo'lib prorab kim, master kim, patoshnik kim, texnika безопасник bularni bilgandan keyin tepaga o'zi chiqsa bo'ladi-da. Bir xil hozirgi kunda mana misol uchun meni подписчигim o'sha odam, men o'ziga ham aytaman, o'tmagan edim. Qurilishda rahbarda, lekin beton markasini bilmaydi. Pul uchun o'tiribdi. Shu bolaga maslahatim ozgina bo'lsa ham kurs olib o'qish kerak. Uni ahmoqligini quruvchilar ham biladi, oddiy ishchilar biladi. Ya'ni hech narsaga tushunmaydi u. Kirib nimadir deyishi mumkin, mana buni qil, anani qil deyishi mumkin, lekin u yonida katta xatoni ham ko'ra olmaydi. Katta xato bo'lib turgan narsani ko'ra olmaydi. Bizni misol men texnadzor bilan obxodga kirganimda, men prorab bilan obxodga kirganimda, bizani o'sha masterlar уже ana qilib turardi. Hozir qatdan topar ekan, qatdan topar. Lekin men qatdandir xato topmasam, men o'sha kuni o'zimni mana qilmasdim. Xato topganda men ushmasdim. Ya'ni o'zim ustimda ishlashimni mana qilardim-da. Har bitta armaturani shaklariga metr olib o'lchirdim men. Qani hozir kamdan kam misol uchun rahbarlar chiqib, armaturani, o'sha to'qilayotgan armaturani shaklini o'lchaydi. 15 bor, 20 bor. Ustalar ko'p xohlagancha qo'yib yuboradi, lekin beton qo'ygandan keyin уже bo'ldi, uni to'g'rilab bo'lmaydi. Endi qarang, nimaga buni konstruktorlar armaturani shaklini 15 beradi yoki 20 beradi. Binoni og'irligini, binoni balandligidan olib chiqib beradi-da. U orasini 20 emas, 30 qo'yadi. Misol uchun 15 ta armatura qo'yish kerak bo'lsa, 13 ta katta armatura. Kamaydimi? 10-12 etajgacha nechta armatura kamayadi? Binoni yer qimlagan seysmический anaqasi kamayib ketadi-da. E'tibor berishmaydi. Anta armatura kam ekan, tezroq tugatish kerak. Bu ekan. Nima deydi? Ko'z yumadigan narsalar juda ham ko'p-da. Hozir endi qancha kamaydi men bilmayman, lekin ko'rganman sifatsiz qurilgan uylarni. Bir reklamada ham chiqib ketdi, ko'rsangiz, viloyatda 7-etajda armaturalari sim bo'lib yotib, betonlarni urganda. Qanaqa shu insonlar uy quradi? Vijdonsiz bor, juda ham yo'q demaymiz, bitta ikkitami, 5-6 tami men o'z pul uchun ishlaydigan, pul uchun quradigan odamlar bor-da. Bir xil qurilish kompaniyalari shuni orqasidan non yeyapman-ku deb sifatli quradi. O'zim yashayman deb quradigan yo'q-da. Birinchidan foyda qilish haqida o'ylash kerak. Yo'q, birinchidan foyda qilish o'ylamaysiz. Birinchisi bu sizni yuzingizda qurgan binoyingiz. Siz undan hozir foyda qilaman desangiz, siz uni zo'r qilib qura olmaysiz. Lekin zo'r qilib qursa ham foyda qoladi. Juda ham qurilish kompaniyasida marja yaxshi, yomon emas. Tim bo'li, men hayron qolganim, odamlar puliga quriladi-da. Shu sabr qilib tur, oxirida ol shu pulingni. Hozir boshidan olma, bundoq hisoblaydi. Qurilish kompaniyasi oladi, necha ming kvadrat deydi. Sekret u endi turamiz. Necha ming kvadratga, 10 ming kvadratga dom tushyapti. 10 ming kvadratda. Ras kalkulyatorda uradi, necha puldan tushadi? Beton, konstruksiya hammasi. U aytadiki, o'zini ekspertiza xulosasi nima? O'sha narsa binoni narxi u. Qanaqa qilib o'zi binoga investitsiya qilinadi deganda, mana ekspertizada, loyiha ekspertizadan o'tadi, tasdiqlanadi. Ekspertiza aytadiki, bu deydi, misol 10 million dollarlik bino qurilish deydi. Bo'ldi, siz 10 million bunga pulni hisobladingiz, yer nech pul? Yer 5 million dollar. Demak, 15 million dollar bo'ldi. Endi binoyimiz necha ming kvadrat sotiladigan? 10 ming kvadrat. 15 million 10 mingga bo'ladi, себестоимостьni chiqaradi. Bo'ldi deydi, 600 dollar ekan deydi. Endi deydi, buni mingdan sotamiz deydi. 10 ming kvadratni mingdan sotsa 400 dollardan qo'yadi. O'shanda qancha 10 ming kvadratdan 40 million bo'ladimi? Qancha bo'ladi? 10 mingni 400 ga ko'paytirsa 4 million dollar bo'ladi. 4 million dollar bo'ladimi? 4 million dollar foydasini bilyapti. Foydasi 4 million dollarmi? Endi nima qiladi u? Ochko'zda birinchi 4 millionni olib olish kerak u. U ertaga nima bo'ladi? Men ertaga pulimni ola olmasamchi, kimdir meni bir narsa qiladi deb o'ylaydi. Birinchi tushgan pulni 100 ming dollar tushsa 20 mingni remont anaqaga qurilishga tiqadi, 80 mingni olaveradi. Tez oladi. Keyin odamlarda уже сомнение paydo bo'ladi, janjal paydo bo'ladi, avtomatik sro'ga oshib ketadi, baraka ketadi, shu bilan u qura olmaydi.
ko'plar boshida oladi, shu pulni olmoqchi bo'ladi. Aytadiki, deydi, men hali sotsam deydi, men hisob kitobim bo'yicha biladi, orientirovочно olib beradi. Chunki finansist yo'q, hisob kitobi yo'q. Ana shunaqalar qiladi bu ish. Ofitsial ishlaydigan kompaniyalar bir tiyinini ishlatmaydi, oxirigacha qurib, topshirib. Demak, foydani oxirida qoladi. Конечно, oxirida qilgan. Masalan, hozir o'rtacha marja qanaqa developmentda? O'rtacha 1/1 deyishadi. Bizda misol $1000 domni qursangiz 2000 dan sotishyapti. 1/1, lekin hozir 30-35% ga tushib qolgan. Chunki konkurensiya kuchayib ketdi, narxlar tushyapti. 1/1 qo'ya olmayapti. 500 ga qursa 1000 ga sota olmayapti. 800, 850, 900 qilib sotishyapti. Shu. Narxlar o'zgarmagan, beton armatura o'zgarmagan, lekin savdo yo'qligiga uylar narxi tushyapti, qanaqadir aksiyalar bo'lib yotibdi, aksiyalarga endi buni qo'shyapti, uni qo'shyapti, oxiriga ishqilib baxayr bo'lsin, yomon qo'shib tashlashyapti aksiyalarga. Nereal aksiyalar bo'lyapti-da. O'sha aksiyalar haqida o'z savol tayyorlab qo'yuvdim, aksiyalar, chunki nimangizni ko'rib qoldim. Bitta chiqargan videoyingizni ko'rib qoldim-da. O'zi masalan aksiyada, masalan aksiya bo'lyapti, aytadi 20% chegirmamiz bor yoki 10% chegirmamiz bor. Shu aksiyadagi xonadonni sotmoqchiman-da. Borganda aksiya to'g'ri yoki noto'g'ri bo'layotganini qayerdan bilsam bo'ladi? O'zi konkretno qurilish to'g'ri qurayotgan va to'g'ri ketayotgan odamlar aksiya qilmaydi. Juda ham kamdan kam aksiya qiladi. U aksiya qachon bo'ladi? Uy sotilmay qoladi. Yoki aksiya bo'ladi, aytganimdek, eng neходовой kvartiralar qolib ketgan bo'ladi. Yoki aksiyada bo'ladi, nima deydi, pul, o'sha neходовой kvartiralar yana narxi tushirmaslik uchun. Ya'ni hozir atrofingizdagi narxlar tushdida, siz narxi tushirsangiz, sizdan olib ketgan odamlar keladi-da. Masalan, 1000 dan oldim, 800 qilib qo'yibsan, men pulimni qaytar deydi. Uni qaytarmaslik uchun yana bitta aksiya qilib yuboradi, narxi tushirmaslik uchun. Lekin aksiyalarga umuman qiziqish kerak emas. Aksiya kompaniya juda ham aqlli, qurilish kompaniyalari, ya'ni bekordan bekor sizni manfaatingizni o'ylab aksiya qilmaydi-da. Men senga mashina senga yoki men senga kvartira mebeli bilan o'tirib, ular gaplashadi, nima qilsak pulni olamiz deydi. Bittasi aytadi, unaqa qilaylik, bittasi aytadi, bunaqa qilaylik. Shunaqa qilsak pulni olamiz deydi. Shunaqa qilsak, demak odamlar keladi pulga deydi. Pulni olib keladi ko'tarib deydi-da. Hech qachon o'zini manfaatidan, o'zini marjasidan minus qilmaydi. Unga nima qiziq, sotib turibdi-da, ketib turibdi-da, ras sizni chaqiryapti, men senga aksiya davay, men bundan minus qilaman, senga qilib beraman demaydi-ku. Savdo yoki umuman sotilmayotgan kvartiralar qolib ketgan bo'lsa, yig'iladi, kiradida oldiga ketadigan 20 ta kvartiramiz bor. Umuman ketmayapti. Buni narxini tushiraylik, yo bir narsa qilaylik desa, aksiya qilib olaring deydi. Mana shuni sotib olaring deydi. Turmasin deydi. Shunaqa dom ko'rganman, qurilish qilingan dom bir kunda misol kamida 4 soatmidi quyosh tushishi kerak-da. 1 soat ham quyosh tushmaydi. Ya'ni dom mamnaqasi tushib qolgan, quyosh botdan chiqib, mamnaqasi tushadi, botadi. Bu tomonga quyosh tushmaydi. Uy zaxlanib ketyapti-da. Biz keyin undan so'radikda, uyim zax to'g'rardi. Menga nima qilsam bo'ladi? Uchiplitsa qilgan, uchiplitsa qilsak ham uyim zax. Keyin men bir kun borsam, u quyosh ko'rmas ekan. Qarang, bino shunaqa tushganda, yangi novostroyka. Bu arxitektor aybi. Arxitektor juda xatosi. Arxitektor shuni qanchadir qismi surmagan, quyosh ko'rish uchun to'g'irlamagan. Shuni yer bo'lgan, yerga moslab, shuni to'g'irlab olgan, dom qurilgan. Professional arxitektorlar shamolli, quyoshi, misol uchun hamma tomonlama hisobini olib aytadi. Mana shunaqa qilsak to'g'ri variant edi. Biz Darxon Avenue'da mamnaqasiga o'zimizcha siz mamnaqa qurgan deganimizda bizga arxitektor kelib, "Oka, nima deyapsiz? Bu quyosh ko'rmayapti bu yoqdan, shamol o'tmayapti. Bu mamnaqa bo'lyapti. Mana mamnaqa qilganimizda shamol bu yoqdan, quyosh ikkita tomondan tushar ekan" deb bizga ko'rsatib, o'shanda bilganmizki, arxitektordan ham gap qo'ydi. Darxon chiroyli chiqqan loyiha, lekin birinchisi chiroyli chiqqanda. Birinchisi men qurganman-da. Endi bilmayman, men endi qachondir developer bo'lsam deyman-da, shahar ikonkasini yaratyapti deyman-da. 50 yildan keyin yonidan o'tsa, mana shu narsani men qurganman deb faxrlanish kerak-da, baribir. O'zi aslida, chunki o'sha shahar chizmasiga bitta chizma qo'shyapti-da bu. Keyin yaqinda o'sha tomondan o'tib qoldim, chunki ofisimiz o'sha tomonga ko'chdi-da. Ko'chuvdi.
ikkita umuman boshqa anaqa fasadli loyiha tushib qolgan, xuddi Neftema bo'lib qolganda. Mani qanaqa savolim bor? Boya fasad haqida savol berdim-ku. Boshida sotayotgan paytingizda aytaylik, hamma joyi bir xil edi, juda go'zal loyiha edi-ku, anaqa arxitekturniy bir ikonka bo'lardi haqiqatdan-da. Fasad shunaqa 180 gradusga o'zgartirib yuborish mumkinmi yoki buni mijozlar bilan kelishgan holatda qilinadimi keyin baribir? Yo'q, qarang, bu yerda o'zimiz fasadni o'zgartira olmaymiz. Mijozlar ko'nsa ham, biz ko'nsak ham davlat ko'nmaydi. Loyiha ikkalasi mana hozir bitta birinchi klassika qurilgan, ikkinchisi ham klassika edi. Biz nimaga buni o'zgartirdik? Birinchisida klassikada mana bu figuralar, fibrobeton, keyin mana bu detallari juda qiyin bo'lgan. Biz 1,5 yil pashta fasad bilan olib bo'lganmiz-da. Keyin orada biz Dubayga borganimizda, rahbariyatlar bilan o'sha Dubayga borganda, biz Dubaydagi domlarni ko'rib, mana shunaqa dom qursak-chi, osonroq ekan, fasadni kafil qilib yuboramiz, tezroq bitar ekan, ham high-tech, ham zamonaviy deganmiz. Keyin shu qarorga kelganmizda oldin anaqaga chizdirgan edik buni. MB studiyaga, Bahromlarga. O'shalar chizganda, keyin biz loyihani o'zgartiramiz deb boshqa Magma guruhni chaqirib, mana shu. Lekin bu 20 ming kvadrat bo'lsa, bu ham 20 ming bo'lishi kerak. Tushuntira oldik-a senga deganmiz, kvadrat quruvchiga birinchi o'rinda muhimi kvadrat. Qizig'i yo'q, misol uchun ko'pi hammasi aytishi mumkin, men o'zim addushi quraman, lekin kvadrat qiziq unga. Har bir kvadratdan unumli foydalanadi. Qancha sotiladigan deydi. Birinchi savoli shu, u nimadan qurilyapti ham emas, u xayolida pul sanaydi-da. U plitadan qurasanmi, monolitni dommi, fasadni o'zi nimadan ishlatgansan, unga qiziq yo'q-da, necha ming kvadrat sotaman deydi. Keyin o'ylaydigan 20 ming yoki 50 ming desa, urib kalkulyatorga hisoblab pulni, shuncha millionlar ekan-u, davay deydi. Отдел продаж qo'ylaring deydi, pul qilamiz deb boshlanadi. Biz keyin uni Magma guruh chaqirib aytganmiz, короче, Otabek aka, mana shunaqa teg'zadachi. Mana rasm Dubaydan ko'rdik. Mana shunaqa stilda qurmoqchimiz. Keyin loyiha qimmat, oson emas. Loyiha 5 ming, 10 ming dollarga chizilmaydi. 100 minggacha loyihalar, misol uchun 20 ming. Aytganki, bo'ldi, qilib beraman degan. Srok 6 oy yetadimi? Yetadi. Shu 6 oyda siz qilib bersangiz, ruxsatnoma bersangiz, biz boshlaymiz. Chunki siz qilib bera olmasangiz, biz sotuv qilishimiz kerak. Bu binoni eskisini sotishga majbur bo'lamiz yoki qurishga majbur bo'lamiz deganmiz. Yo'q, qilib bergan. Birinchi narga etib qurib sotib olgandan keyin bu quruq hali sotilmagan edi. Buni ruxsatini olib, qurib shu stilda qurildi. Bu plita bo'ldi. Ekonom birinchisi monolit edi. Monolit bilan plitani farqi betonda-da, misol uchun armatura ko'p ketadi, beton ko'p ketadi. Misol bitta etajga 30-40% monolitda ko'proq pul ketadi. Lekin juda ham mustahkam bo'ladi. Juda ham sifatli bo'ladi. Bu narsani ko'plar monolitni domsa deydi. Atak shu tomoni bor, zarariga aniq qilib. Ekonomroq tomonga o'tilgan. Men plita yomon demoqchi emasman, plita перекрытие-yu, lekin monolit boshqa narsa. Biz bu yerda уже 12 qavat qilganmiz. Birinchisi 10 qavat edi. Bu yerda уже -2 parkovka yo'q edi oldingi loyihada. 220 ta parkovka sig'di, 240 ta kvartira tam mana shunaqa bo'ldi. Bundan tashqari shu o'zimiz uchun opitdan kelib chiqib klassika high-tech stilda qurildi. Menga ham klassika yoqadi, lekin klassikani bitta minus tomoni bor, unga uhod kerak. Fasadiga unga e'tibor berib turmasangiz, bu kafil. Misol uchun 1 yilda bir marta alpinistlar ortsa, o'sha turaveradi. O'zi developers kompaniya qanaqa bo'ladi? Masalan, uy qurgandan keyin anaqa menejment kompaniyaga topshiriladimi? Qaysi bitta kompaniyaga topshiriladi va adashmasam menejment kompaniya o'sha yerda yashovchilardan o'sha oylik anaqa obuna evaziga ular shuni boshqaradi, to'g'rimi? Yani tozalaydi, boshqa narsa qiladi. Firmalar hozir ochildi, ruxsat berilgan. Misol uchun Jek oldingi Jek, hozirgi o'sha firmalar qo'rovliga, uborkasiga, svetlariga, boshqasiga qaraydi. Lekin kvadratidan pul oladi. O'rtacha bizda o'z belgilangan, hozir 2000 edi, 4000 bo'pti, boshqa bo'pti, Darxon Avenue 4000. Boshida 2000 edi, biz firmaga topshirib olganmiz. Lekin 2 yil kompaniya o'z anaqasiga oladi, javobgarligiga. Sabab 2 yil ichida tomingiz uchib ketsa, qanaqadir katta turba yorilsa yoki bir liftlarda yoki bir qatlarda katta
xatoliklar bo'lib qolgan bo'lsa kompaniya qiladi, chunki JEK bunga puli ham yetmaydi, boshqa ham yo'q, 2 yil ichiga garantiyasi bor, qilib berish kerak, qilinadi. Mana mana shu hozir JEKni gapingiz bo'ldi. Mana shu JEKga kelganda ko'plarcha bitta narsani bilmayapti. Mana свободный planirovka olgan, sotib oladi, 100 kvadratli xonalarni bo'ladi, boshqa qiladi. Birinchi qurilish kompaniyasidan uy olayotganda bir xona yozib beradi 100 kvadrat. Devor bo'linmagan bo'lsa 100 kvadrat bir xona yozib beradi. Ko'p joyda shunaqa. Mana siz 100 kvadratga pul to'laysiz, свободный planirovka, sizni korobkaga, to'g'rimi? Uyingizni nomingizga o'tkazayotganingizda devoringiz bo'lganmisiz, bo'lmaganmisiz, sizga bir xona deb yozib beradi 100 kvadrat. Endi men aytaman, shu odam devorlarni bo'lganligi haqida 4 ta yo'nalishda shu dokumentlar qilsa, 100 kvadratda 94-93 bo'ladi. Devor hisobiga. Devor hisobiga. Misol 6-7 kvadratdan 4 mingdan bo'lganda, hozir oyiga qanchalar insa 30 mingdan oshadimi? Keyin bu umrbod to'laysan-da pullar. Xohlasang, xohlamasang bo'ldi, JEKmi, yashaysanmi, o'sha to'laverasan. Oshsa, o'shaningdan oshib boraveradi. Misol uchun shuni qilib qo'ymaydi-da odamlar. Hali ham kvadrat anaqa korobkaga ruxsat oladi JEK. Hali ham ruxsat beryaptimi? Korobka qurishga? Yo'q, hali ham bor-ku, sotib olishyapti-yu, hali ham bor. Yo'q, qilmaganlar qancha hozir? Qancha qilmagan, minglab odamlar qilmagan. O'sha narsani qilish kerak. Свободный planirovkada 100 kvadrat bo'lsa, 100 kvadrat bir xona qilib qo'ygan bo'lsa, borib o'sha yagona darchaga borsa, o'zi yetadi, keladi, obsezin qilishadi, kvadratlari 5-6 kvadratga kamayadi. U JEKka bu minus. Lekin JEK shu devorlar tegan pul olyapti. Faktически o'zi kvadraturaga jiloga olish kerak. Jiloga o'sha kvadraturaga olinadi. Devor minus bo'ladi. Aytaylik, Novostroykadan uy sotib oldim. Bitta kaltim olishim kerak. Ketma-ketligi bormi? Nimada ehtiyot bo'lishim kerak? Bitta holatda eshitdim-da, nimaga bu savolni beryapman? Bir tanishim bor, sotuvchi keladi, endi odatda kalti beradigan u-ku. Tezlashtiradi nimagadir qo'l qo'yishni. Men Novostroykadan uy olmaganman, o'shanga bilmayman. Anaqa gapim anaqa to'g'ri joydan chiqsin deb o'sha sizdan anaqa so'rayapman. Odatda qanaqadir qog'ozni tezda qo'yib olish, qo'l qo'yib olish kerak ekan. Чтобы uy topshirildi degan nima dedi. U aytayapti, o'zi ustob kelib tekshirtirishim kerak edi dedi. Masalan, yangi mashina sotib olsangiz, endi odatda ustob kelib tekshirtirmaysiz. Endi yangiligiga ishonasiz va kompaniyada qanaqadir garantiyalar bor va hokazo. Lekin aytadi, uy olotganda sal ehtiyotroq bo'lgan, usta olib kelib tekshirtir. Hamma narsa yaxshi bo'lsa, keyin qabul qil ol. Senda 24 soatmi, 48 soatmi qanaqadir vaqting bo'ladi degan gapni gapirdi. Endi tushunmadim qanchalik o'rinli bu anaqa. O'tda vaqt yo'q hech qanaqa. Yo'q. Uyni qabul qilayotganingiz akt priyon передачаga qo'l qo'yasiz. O'sha. Ya'ni uyni qabul qildim degan. Qaramaydi-da, uyni qabul qiladi. Menda shunaqa praktikada bo'lgan. Mana aka, kadastr davay uyingizni oformit qilamiz deganda, notariusga borganda qo'l qo'ydirayotganimizdan xodimlar bundoq qilsa akt priyon передача. Hamma oynam bor, eshigim bor, gazim bor, unim bor, bunim bor, qo'l deyapti. Men ko'rmadim-ku buni deyapti. Notariusda o'tirishibdi. Hop, nima qilasiz? Qo'yavering, borib ko'rasiz deyapti. Men nimaga qo'l qo'yishim kerak deyapti. Qarang, qanaqa aqlli inson. Juda ham aqlli. Men hurmat qilaman unaqa insonlarni. Men jahlim chiqsa ham hurmat qilaman. Men quruvchi bo'lganman, jahlim chiqib, nimaga qo'l qo'ymaysiz? Qo'l qo'yib yuborsa endi omanda. Yo'q deyapti-da, ya'ni qo'l ko'rmas ekan deyapti. Bo'pti deyapman. Nima qilish kerak? Notarius shu hammasi tayyor, qo'l qo'yishimiz kerak deyapti-da. Kim aytgan bo'pti, olib kelinglar deyapman. Keldi, notariusga aytishdi, hozir kelamiz. Kelgan, uyni qarasa, rom ochib yopsa, rom yaxshi yopilmayapti. Rezinalar joyida emas, oynalarning shoflari bor. Gaz turba ham chala kelgan. Ani kabellarni kesib ketishgan. Aynan ужасный darajada kvartira shunga bilmayman, shunaqa bo'lib qolganda. Bu o'zi sezganmi buni? Eshigi katta, vходной eshik yaxshi yopilmayapti. Короче, uni muammosi juda ham ko'p-da. Keyin aytdiki, "Давайте qilinglar" dedi. Keyin bizning xodimlar aytdiki, bo'lmasa dedi, cho'ziladi оформление deyapmiz-da biza. Cho'zilursin deyapti. Men nima bunga pul to'laymanmi deyapti. Men shoshayotganim yo'q, men kvartiram tayyor, ro'zi kadastrim ham tayyor. Agar cho'zilsa sallaga minus deyapti. Nega aytsak, уже JEKka topshirilgan edi. 50% uy оформление bo'lgan bo'lsa, 50% bo'lmagan bo'lsa, 50% bo'lmaganiga kompaniya to'laydi. JEK ishlayveradi. JEK ishlagandan keyin har bir kvadratning hisobini olib, svet boshqa pul olgandan keyin siz оформить qilasizmi, qilmaysizmi, kompaniya JEKka pul to'lab berish kerak shu kvadraturaga. Chunki uni nomida, kompaniya nomida. U keyin o'tib bo'pti, JEKka to'lab turlaring deyapti-da. Juda ham aqlli inson ekanda, tushunasizmi? Endi biz 4 kun, 5 kun shuni uy bilan shug'ullanganmiz. Romini almashtirganmiz, eshigini to'g'irlaganmiz, hamma gaz turbalarini qilganmiz. Qo'l qo'ygan, notariusda qabul qilgan.
Mana professional qanaqa bo'ladi? O'zi qabul qilayotgan paytda endi oddiy odamni tasavvur qiling. Oddiy odam endi quruvchi emas, tushunmaydi. Endi xursand bo'lib birinchi marta uy olgan. O'zi bir marta uy olar, bitta odamda endi o'rtacha balki olmas. Oldi, kirdida o'zi usta olib kelishga haqqi bormi? Конечно, voy. Ha, bor-a? Конечно, любойni olib kelish haqqi bor. Eng zo'r professional olib kelish haqqi. Hech kim kirgizmayman deydigan joyi yo'q. Даже qurilish jarayonida ham olib kelsa bo'ladi. Hozir men u investorda, o'zi ko'plarga aytaman, dogovorga kirgizib qo'ylaring, bir oyda bir marta kirib, men o'zim o'sha informirovat qilish uchun o'zim uchun ma'lumot olaman va o'zim bilan specialist olib kelaman. Dogovorga tiqib qo'yish kerak, agar сомнение qilayotgan bo'lsa yoki доверенность beradi, kirib ko'raveradi. Mumkin bu narsa, hech kim mumkin emas, zapret degan narsa yo'q. Bir oyda bir marta kirib, qurilish jarayonini ham ko'rsa bo'ladi. Uyga tim bo'lib, komissiya qilib qabul qilish kerak o'zi aslida. Uy egasi, prorab, misol uchun o'sha yerda menejer anaqada отдел продажdan bitta xodim komissiya bo'ladi, obxod qilib, hammasi zo'r deb qo'l qo'yib, topshirib, mana kalit deb kamdan kam deb unaqa kompaniya bo'lmasa kerak, odam xursand qilib mashinalar pодарок qiladi-yu, o'sha kompaniyalar mana kalitingni bersa bo'ladi-yu, одолжение qilishadi. Mana kadastring chiqdi, davay notariusga borganda оформить qilasanmi? To'lovlaring bor, gazga, suvga, hayron, qanaqa gazga desa, sen uyingni o'sha paytda ozgina remont qilding, bizning hisobimizdan svet ketib qolgan, mana bunaqa shunaqa o'yinlar bor. Вообще aytaman, shu qurilish kompaniyasi shu mayda pullar bilan boyib ketarmikan? Senga vaqtida pul olib keldi, vaqtida to'ladi, to'lamaganida peniyasini olding, lekin sen bor kompromissga endi shu odamlar senga rahmat deb minnatdor bo'lsin. Yo'q, deydi, rahmat demaydi menga deydi. Anaqa do'g'rida yoziladi, masalan, kechga qoladigan bo'lsa qanaqadir quruvchi tomonidan qanaqadir shtrafi bor. Qarang, bu juda ham qiziq savolda. Siz agar kechga qolsangiz to'lovda 0.02% shtraf to'laysiz, penya to'laysiz, ya'ni. Agar qurilish kech qolsa 0.002% da, bu juda katta sifralarda o'zgarib ketadi. Shunga ham e'tibor berishmaydi. Uni hisoblasangiz, bir oyda bir 100 mingga ham to'g'ri kelmaydi so'mda. To'lab, qurilish kompaniyasi aytadi, 1 yil cho'zi var, 1 millionmi deydi, beramiz deydi. U kulgili holatlar. Yana aytadiki, yo'qda yozib qo'yibdiki, qurilish kompaniyasi deydi, kech qolsa deydi 0.02% yoki 0.001% penya to'laydi, no общий summadan 20% dan oshmagan holda. Qarang, bu nima degan? $100 ming olsanda, agar penya $20 ming oshsa ham farqi yo'q, 20 mingdan olasan deyapti. 20% dan общий summadan 20% dan oshmagan holda penya to'laymiz. Bu 10 yilda siz yoki 1 yilda shu 20% dan oshib ketdimi, bo'ldi, u yo'q o'tmaydi o'sha. Mana 20 ni olasiz penyani. 20% pulni olasiz. Oshib ketmasin deyapti. Birga bir ham bo'lib ketishi mumkin-ku uy narxi, nechadir yillar. Lekin shu 10%, 20% uy narxidan oshmasin deyapti. Penyaning puli deyapti. Umuman mana shu har tomonlama kompaniyaga ishlaydi. Men 50 yil ishlaydiganlarni men bilmadim endi. Kimdir. U do'g'rli davlat tomonidan nazorat qilinadi. U quruvchini shaxsiy mulki bo'lgani uchun shaxsiy o'zini qonunlarini kiritadi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bu yerda hech qanaqa hozir mana shu narsani menimcha qurilish kompaniyasiga balki taklif ham berishgandir. Biz ham misol ko'p narsalarni taklif bergimiz keladi, shablon qilib berish kerak. To'g'ri. Misol uchun 100% kadastri bitgan uyga qanaqa shablon yoki bo'lib to'lashga qanaqa shablon? Bir xil bo'lish kerak. Yana bitta yaxshi tomoni anaqada bor, Qirg'izistonda ekan. Davlatdan ro'yxatdan o'tasiz. Mana bugun uy oldingizmi siz? Shartnomangizni olasiz-da, shu kerakli joyga borib, shartnomani ro'yxatdan o'tkazasiz. Ya'ni siz o'sha qurilish kompaniyasini ular tekshiradi, bazadan bor, siz ro'yxatdan o'tdingiz. Bu nimaga yaxshi tomoni? Sizga siz olgan uyni boshqa odamga sotib qo'ysa, shartnomani borib ro'yxatdan o'tganda aytadi, bu uy sotilgan deydi. Tushundingizmi? Buni plus tomoni bor-da. Hozirgi kunda bitta kompaniya bitta uyni 10 ta odamga sota oladi. Hozir любой sota oladi. Hech qanaqasi anaqa yo'q, zapret yo'q-da. Uni bila olmaysiz. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lar. Hech qanaqa ro'yxatdan, kompaniya biladi uni. Misol uchun palonchiga sotildi deydi, sotoraning pistonchiga sotildi deydi. Mana bunaqa sotildi deydi. Bo'ldi, qanchasi bo'lyapti-yu. Eshitdim. Hozirgacha ham bor. Mijozni chaqirib anaqa bitta sotilib ketib qolibdi, bitta anaqa joyda ikkita sotib yuboramiz deydi. Boshqa joydan bersak bo'ladimi degan anaqa holatlar bo'ladi. Bizni uy sotganda men qo'rqardim. Uy do'g'orga olib kirsa oldimga men o'zim uchun alohida o'sha programma ishlasa ham o'zim uchun Excelga qilib, bundoq kirib atmetga qilardim. Mabodo boshqani uyini sotib qo'ymaylik, bu orqaga yo'l yo'q, janjal yo'q, oxiri sudma-sud bo'lmasin deb bazada ham bir xil payt kompyuterga ham ishonmaganman-da.
hozir ham rivojlanib ITlar misol uchun CRMlar zo'r bo'lib ketdi-yu, lekin baribir sotvorsa bo'ladi. Qanaqa isbotlaysiz? Misol uchun siz bilan men bitta uy ola olamiz hozir. Hech kim bizani anaqa qila olmaydi. Qurilish kompaniyasiga sotayotganmiz, sotaveradi. Yaqinda bilsangiz anaqa prezident qarori chiqdi. Escrow degan Dubayda shunaqa sistema menimcha. Quruvchiga endi to'g'ridan-to'g'ri pul bermaysiz, через bank to'laydi. Bank endi anaqa kafillikni oladi. Nima deysiz shu fikrga? Bu zo'r juda ham. Juda ham zo'r fikr. Men rosa xursand bo'ldim. Eshitib даже o'zim istoriyalarimga qo'ydim, boshqa qildim. Va nihoyat dedim, bo'lar ekan-ku dedim. Bu dedim odamlar dedim aldanmas ekan. Zo'rda bu qarang, bu yerda pul tushadi bankka. Qurilish kompaniyasi qat'iy pul haydamoqchi. Endi bank so'raydi, qatga haydaysan? Bundoq qaraydi. Armaturaga haydayaptimi? Armatura 16 lik bor, ha, bo'ldi. Loyihangda bor, pul o'tadi. Keladi. Kontrol borda, ozgina nazorat bor. Qisman pul bo'tib turadi. Xohlagan ishini qila olmaydi. Hozir qurilish kompaniyasi, любой bitta qurilish kompaniyasiga boring, misol minib yurgan Gelenwagenni ham misol uchun qurilish kompaniyasi o'zining hisobiga olganda, u binoni любой kontrol yo'q. Xohlagan narsa olaveradi. Xohlasa yer oladi, xohlasa mashina oladi, xohlaganini oladi. Hech kim nimaga san davlat o'sha odamlarning puliga mana buni olsan degan savol javob qilinmaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun ko'plar o'sha shotdagi pullar aylanmasi boshqa narsalarga ketayotganligi uchun shu narsa aniq qilindi. Zo'r juda ham. Keyin anaqa aytishadi, quruvchiga to'g'ridan-to'g'ri anaqa naqd olib bermaylar deydi. Через bankliklar nima qilmoqchi bo'lsanglar, через bank o'tkazib beringlar degan anaqa deyshadi. Chunki buni qayerdan ko'rdim? Bitta videoyingiz tagida bitta yurist yigit yozibdi shuni. Keyin qiziq bo'ldi. Chunki boya aytganimdek men anaqa olmaganman-da, Novostroyga sotib olmaganman O'zbekistonda. Odamlar dedim naqd pul olib beradimi deyapman-da. Men uchun absurdniy bo'ldi bu narsa. Nimaga через bank o'tkazib yuborsa bo'lmaydimi dedimda. Bizda haligacha odamlar naqd pulni ko'tarib qurilish kompaniyasiga boradi. Отдел продаж, misol uchun mana obrazni Muzaffar mana aytamiz, Muzaffar degan bola отдел продажda o'tirgan bo'lsa, bu oy nech pul to'lashim kerak deydi. $1000. Mana $1000 deydi, ketadi. Keyingi safar kelganda chekini oladi. Endi chek ham o'zi qurilish kompaniyasi o'zicha chek olgan. Pechat qo'yib, bu nima u chek, bilmayman, berib yuboradi. Lekin aslida shartnoma bo'yicha bor bankka to'lalaring desak, qurilish kompaniyasi qo'ymaydi-da, bexob kepillaydi. Bankka to'laysan deydi. O'zi mana mashda ham noto'g'ri ishlashyapti. Ya'ni yaqinda o'sha videomda ham bor, Jasur degan bola bilan biz borganmiz, naqd pul olib kelaverganda, keyin unga xabar kelgan, xat kelgan, короче, pulingni to'lamayapsan degan. Degan, men to'lab kelyapman deganda, borganda aytganki, mana sen shuncha oydan beri to'lamayapsan degan. Mana to'layapman desa, u menejerimi, o'sha pul oladigan odam pulni olib uxlatgan, yozmagan ham, chizmagan ham, u unga ishonib отдел продажga pul olib kelavergan. Hozir kimda ayb endi? 100% o'sha oluvchida ayb. Nimaga sen uni qo'liga olib borasan? U bo'shab ketdi. Kompaniyaning xodimi bo'lsa ham uni toparsan, boshqa qilarsan, u ishlatib yuborgan. Uni nima qilasan? Qamatib yuborasanmi? Sen aybsan-da, bankka olib borib nima to'lamading? Do'g'urda yozib qo'yibdi-yu hisob raqamni. To'lagan, naqd to'lasan degan joyi yo'q. Lekin odamlar olib kelib naqd beradi. Naqd beradi. Nechtadan odam naqd olib beradi? Haligacha shunaqa pulni naqd olib berishadi. Men tushunmayman, shunga hayron qolaman. Nima qanaqa qilib hozir avtosalondan mashina olsangiz, bo'lib to'lashga olib borib naqd bermaysiz avtosalonga. To'g'ri. Bankka to'lab, cheklarni olib, saqlanib qilib yuzga qo'yib qo'yasiz-da, misol mashinanikin. Lekin uyga kelganda olib borib tashab, keyingi kuni ana pechatga yozib berman, shuncha pul oldim deb bitta pechat qo'yib bergan qog'oziga ishonib, shuni yig'ib beradi. Nimada bu? Biza anaqa nima deydi, bu narsada mana shu narsani ko'p odamlarga aytishimiz kerakki, bank agar qurilish kompaniyasi naqd oldimi, noqonuniy ishlayapti shu naqdda ham. Bo'ldi, o'sha qonuniy qurilish kompaniyasi naqd olishga haqqi yo'q. Umuman, misol uchun B2C bilan shu misol uchun перечисление bilan misol uchun naqd olib kelgan через bank, u boshqa iloji yo'q. Tamom. Endi ancha yildan beri qurilishdasiz. Men investitsiyaga qiziqaman. Endi недвижимость ancha qiziq men uchun ham. Qaysi turdagi masalan hozir aytaylik qanchadir pulingiz bo'ladigan bo'lsa, qaysi turdagi investitsiya yaxshiroq? Nejiloymi yoki jiloymi? Nejiloy. Nejiloy. Hozir nejiloy. Nega? Pul tiksiz, qarang mana hozir shaharda $30dan $40-$45 chiqib ketdi kvadrat. Arendasi. Yana bo'sh joy topamiz kerakli joylarda-da.
Men aytaman, biz ham shu 4 yil oldin investitsiya pul qilganda biz vtorichka ko'p romanda vtorichkada biz oila biznesda ham shunaqa olib arendaga berib boshqa qilamiz. Vtorichkalarni olganimizda u paytda nejiloylar ham qimmat bo'lmagan edi. Kimga beramiz derdik. Mana zamon keldi, hozir arenda oshib ketdi. 100 kvadratingiz $4,000, $4,500. 2 barobar uydan qimmat olsangiz ham, lekin misol uchun men aytaman, 100 mingga uy oldikda $400 ga arendaga beramiz. $500 ga arendaga beramiz. Borani $600 ga beraylik. Lekin 100 kvadratni 2000 dan o'sha paytda olganimizda $200,000 ga olardikda, hozir $4,000 ga arendaga berardik. Hali ham shunaqa 2 barobar qimmatiga buni deydi-yu, lekin arendasiga beram, biznes qilaman desa 5-6 barobar qimmatiga beradi-ku kvadratini. Ham yaxshi tomoni boshingizni ortib o'tirmaysizda, ani bitta oladi, aslida bitta remont qilgandan keyin katta kompaniyalar yillab ishlatadi. Joyingiz yaxshi bo'lsa. Hozir kunda men aytaman, kimdir pul tikmoqchi bo'lsa, olani birinchi etajdan, nejiloydan olgan. Menga rahmat deysan deyman. Agar sen investitsiya qilmoqchi bo'lsang, sotaman sen ham maza qilasan. Sotasan o'shani, misol 2000 dan olgan bo'lsang, 3000 dan sotasan. Sotasan, uy ko'p juda ham. Juda ham uy ko'pki, hozir qatga qarama hamma arenda yozib tashlagan. Oladigan odam kam, uy ko'p. Lekin men biznesmen tadbirkorlar ko'payapti. Sharoit zo'r-ku. Oddiy bo'lsa, uncha-munchasi oldin arendaga qurib yetmaganlar hozir men o'zim tanishlarim $5,000, $10,000 ga arendaga joy olishyapti. Biznes rivojlanyapti. Bundan buyog'in biznes rivojlangan sari bizada o'sha nejiloyga talab yaxshi bo'ladi. Hozir уже 5-6 yildan keyin ko'raverasiz-da nejiloy narxini. Qaysi rayonlarimda kelajak rayonlari deysiz? Sekin anaqa qiziqsa bo'ladi shu rayonlar. Aytaylik, Toshkent misolida oladigan bo'lsak, olgan mash tomonlarga pul tikish haqida o'ylardim. Ana bo'ladi-yu, yashiringan kolla deydi-yu. Mana Qibray shunaqa bo'lib qoldi-da. Hozir Qibray tomonga ketish endi bu balkim tasodifiydir, balkim yangi O'zbekiston tomonlar qurilib boshqa narsa. O'sha tomonlar juda qimmat bo'lib ketdi. Ular 10 yil bor-da, 10 yil do'ring, 10 yil, 15 yil hali ungacha odamlar tushguncha ham katta proyekt, juda ham katta loyiha, bu bir qanaqadir shahar degani quriladi. Mana hozir Novomoskovskiy tomonlarda, ya'ni Dinamoni ro'parasida hozir burchakni o'rab qurilish boshlanyapti. Diamond Castlemidi? Da. Shunaqa joylardan, birinchi etajdan Podkatlavan. Ular undan oldin qurdi menimcha anaqani. To'g'risiga. JK Londonni qurishdi. Bo'ldi, ammo praktika bor, daveriya bor, уже ularni zo'r qilib qurib qo'ydi. O'sha yerda ham magazinlar ishlatishyapti. Видно, что puldor kompaniya quryapti. Mana hozir shunaqa joylardan olsangiz, ertaga misol uchun oddiy kofilar, misol qanaqadir kichkinagina restoranchilar sizdan oladi, yuraverasiz shu puliga, to'g'risida. 4 ta kvartira emas, bitta nejiloy olish kerak, zo'r joydan bo'ldi. U menimcha sotmaysiz ham-da. Shahar markazi baribir уже bo'ldi, o'tlar senitsa qilib qolaveradi. Oshgan sari oshaveradi arendan narx. Hech qachon arendan narx tushmaydi. Qanaqa tushadi agar tadbirkor ko'payapti? Arendatorga talab bor. Mana biz jomidan bizda yana bitta направленияmiz bor, optik торговля. Jomidan $2,000 ga kichkinagina do'kon oldik. Oyiga $2,000 misol. U do'konni o'sha odam vaqtida $30,000 ga olgan ekan, 4 yil oldin. Bu 1 yilda 20 necha ming, 2 yil, 3 yilda puli chiqib ketyapti. Hamma maza qilib, misol uchun mayli omadini bersin. Lekin shu odam $30,000 ga o'sha paytda bir xonali olmaganda, risk qilib o'shani olgan, bozordan o'sha bir chetdan bir do'kon olib qo'yichi, mayli bir gap bo'lardi. Mana hozir talab nejiloyga. Endi kattaroq pul bo'lsa yer olish kerak. Yer уже qolmayapti. Shahardan misol bir 10 sotib yer olib qo'ysangiz, oyiga pul yotaveradi. Uni hech narsa qilmaysiz. Rayon jihatdan-chi, qaysi rayonlar qiziq deb o'ylaysiz? Centerdan, center bu ma'lum, bo'ladi-ku. O'sha markaz masalan Darxonlar, Oybeklar, Mirobodlar bular yaxshi. Qaysi tomonlarda anaqa potensial ko'ryapsiz investitsiyaga? Hali o'tlarda oshib ketmagan narxlar, lekin ana kelajakda oshishi mumkin. Yusobotlarda oshadi, chunki yoqda o'zi oldindan biz o'sha Darxonni qurayotganda ham uylar arzon edi. Hozir odam ko'payib qoldi, narxlar ancha ko'tarilib qoldi, pashti Mirzo-Ulug'beknikiga yetyapti. O'shalar oshib ketadi. Chunki yaqinda shaharga yaqin anaqa hisoblanadi, sentrga-da, hozir bu tomondan. Ham o'tda bilmayman nimagadir
ko'plar o'sha qanday desam Mirzo Yunusoboddan joy oldim, hamma Yunusobod ketib qoldi desam, bu yoqda qimmat. Hop, o'sha yoq ham to'ladi-da. Ya'ni bu gapdan tushunsangiz bo'ladiki, ertaga shahar o'sha sotilayotgan mahallada 4 ta uchastka bo'lsa, ikkitasi sotilsa bo'ldi, ani o'zidan o'zi narxni oshirib qo'yaveradi. Deydi, meniki qoldi-yu deydi. O'sha yoqqa arzon joyga uryapti. Birinchi o'sha quryapti hozir. Podключ bilan shug'ullanasiz ancha yildan beri. Qaysi stilni anaqa abadiyroq stil deb o'ylaysiz? Uzoq yil davomida anaqasi ketmaydi. Stillarni modadan chiqmaydi deydi-ku. Modadan klassika o'zi chiqmaydi. Necha yildan beri klassika, hozir neoklassika bo'lgan, lekin buni uxudi bor-da. 5-6 yilda ranglarni o'zgartirasiz, boshqa qilasiz, keyin u gipslarni boshqa e'tibor berish kerak. Xullas, neoklassikadan bizanikilar baribir xohlasangiz neoklassika qildiradi. Gips qiladi, lepka qiladi, boshqa qiladi, lekin eng zo'ri high-tech. Gipsiz, skromniy, takoy, hozir skritya ishlar, boshqa Yevropaga kirgan. Minimalizm. Misol uchun nima deydi, ortiqcha anaqa yo'q-da. Men oldin yomon ko'rardim shu narsani. Keyin o'zimiz remont qilgandan keyin men aytdim, naborot zo'r ekan-ku, men o'sha vizualni ko'rmasdim. Biz shu o'tgan yili Ukrainadan bitta bola kelgan edi, o'sha janjal bo'lgan paytda, urush boshlangan paytda kelib, bu yoqdan uy oldi. Ularga aytishniklarga pasport berildi bizda. Shartta darxondan ikkitasi uy oldida aytdiki, remont qilib bering dedi, ikkalasi. Bittasi high-tech chisti, bittasi minimalizm takoy. Keyin pul o'tsak, davay deyapti-da. Qarang, bu bitta narsa bor-da. Bizani uyimizga nimaga odamlar, misol uchun biz aytgan pulni sanagan, chunki biz olib kirib ko'rsatganmiz qilayotgan ishlarimizni. Bizani o'tirib, quruq gap gapirmayman, yur deymiz, olib kirardik. Realni bo'layotganda, biz bola o'sha apparatlarda shkurkalar qilayotganda, yo'g'ondan kiyib olib, har bitta narsani даже biz tarketlayib olganimizdan keyin fanerlarni yoyib, yopib uni shtob etek qirilib qolmasligi uchun shu etaplarga kirib ko'rganda, davay deganda aytgan pulni bergan, keyin dizayn sprey qildirganmiz. Roza qiynalganman. Birinchidan qilmagan edim. Kechidan tinovoy profillar. Patologlarda ham profil tinovoylar, keyin ishlar skritya ishlar. Shunaqa qiynalganmiz. O'shanda men aytganmanki, mana shu opit menga bo'ldi deb men obxod qilganimda oldin kvartiralarni 3 kunda bir bittasiga kirsam, bugun boshqasiga kirardim. U kvartiraga har kun kirardim-da. Birinchidan klient unaqa qaysar bo'lmagan. Men qila olmasam shuni. Ertaga nima degan gap bo'ladi? Men butun tinovoy profil qiladiganlarni internetda nechtasi biz chaqirganmiz. Men buni qilib berasan, qanaqa berasan, mana qilib beraman, mana qilib. Yo oxiri keyin o'sha professionalni topib foyda qilmasak ham shuni qilib beraylik deb qilib berganmiz. Juda ham zo'r chiqqan. Uyini video qilamiz deb, syomka qilamiz deb yurgan paytimizda bo'ldiki, uringlar deganda bir hafta, bir oy o'tib ketgandan keyin borsak, it boqar ekanda endi. Endi it dabdalasini chiqarib tashlaganda hamma yo'qni. Shunaqa itni yaxshi ko'rar ekan. Keyin itimni ko'chaga olib chiqaman dedim, aytdim, "Yo'q, endi mayli, keyingi safar olamiz endi it." dedim. O'zi it hidiga chidab bo'lmaydi-ku. U qanaqa boqar ekan? U jalqada shuncha pulga uy remont biz uxlamadikda, o'tda it boqyapti-da. Odamlarga farqi yo'q-da. Misol nima deydi? Biz aytamiz-ku, "Voy, ekonom ayagin, boshqa qilgin" deymiz-ku. Mana u o'zini hayotini anaqa qilyapti-da. Unga u pulni topadi. Pul uncha pul ikkinchi darajali narsa. Birinchi darajada o'zini hayoti, iti, boshqasi u yana remont qiladi kerak bo'lsa. O'shanda biz ololmadik, lekin haligacha o'sha darxonda turadi, ko'rsak, kelib olmaysanlarmi deydi, o'sha yildan o'tib ketdi endi remontni. Mehnat. Nima bo'yicha? Aytaylik, turar joy majmuasi bo'yicha qaysi kvadraturalarga investitsiya qilish to'g'riroq? 50 gacha. 50 gacha? 100 lab bo'lmaydi, sotib bo'lmaydi. Rosa qiyin. 10 ta odamdan bittasi oladi-da. Hozir bozorga kirsangiz, kecha bitta loyihani ko'ryapman, kirib отдел продажga kirsam, eng kattasi 65. Va bunaqa kvartiralar bizda Darxonda eng kichkinasi bo'lgan. 65, 76, 90, 105 ta bo'lardi. Eng kattasi 65. Men aytdim, "Bunda 4 xonali yo'qmi?" desam, "Bor 4 xonali" deyapti. Qani desam, "Mana o'rtadan devorlab tashlasak ekan." Voshi marketing zo'rda. To'g'ri aytayapti. Misol uchun ikkita kvartira olsang 100 bo'lyapti deyapti. Vallahi ishni to'g'ri. Lekin sotish 50 qilib tashlagan. Ana sizga biznes. Bo'ldi, o'sha bo'lib tashlaydi 5 ta kvartira. Siz kattaroq xolos, mana ikkitani bitta qilasiz, tamom. Ana kultura yo'qolibdi-da.
Ana alohida mehmonxona qilib, mehmonlarga stol qilib qo'yadigan u yo'q bo'lib ketdi. Men bitta o'zim kvartira remont qilib sotib o'zimnikini sotaman deb biznes o'sha qilganimda bitta mashhur dizaynerga chizdirdim. Ayol kishi, otini aytmayman, hozir u ham xafa bo'ladi. Shunga ishondim, aytgan pulini berib dizayn qildik deb biz remont qildik. Ya'ni biz 100 kvadratlik kvartirani studiyniy qilib remont qildik. Unga ishonib biz ham davay remont, lekin 1 yil sota olmadik. Qanaqa 1 yil? 1,5 yil sota olmadik. Keladi, hammom bitta bo'lib qopti deydi. Studiya anaqa bo'lib qopti deydi. Biz lekin misol chisti dizayner bilamiz-ku, fokusiga ishondik. Ya'ni bu to'g'ri chizgan. Demak, bu ichida yuribdi, biladi, qildik. Keyin sota olmadikmi? Oxiri mana bir 2 oy, 3 oy bo'ldi, sotib oldik. U odam aytdiki, menga bitta o'zim yashayman, menga ma'qul, bitta hammom. Men sразу aytdim, nimaga sotilmayapti? Hammaga ikkita hammom kerak ekan. Men sochchiman uchastkada, bizda ham ikkita hammom, biz bittadan foydalanamiz. Qolganiga bilmayman, biz borib foydalana olmaymiz. 4 ta farzandim bor, oilaviy bitta hammomda biz tinch talashib bir o'chit bo'lib qolmaganda, o'zi 100 kvadrat bitta oila yashasa-da, unga ikkita hammom, endi odamlar ko'ngli nozik bo'lib ketgan. Iftorichkada hammada bitta hammom-ku, ikkitalab oila yashaydi-ku, nima bu endi maynochilik, novostroykada. Keyin men hammom qilishni o'yladim. Bu yoqqa olib keldim, kadastrni olib bir loyihamiz bor edi, chizib, men hammom qilsak dedim, men buni qilishiga bolalar aytdi, nimaga sotish kerak-ku, odamlarga hammom kerak ekan, nima qilamiz? Sotaylik buni bir kvadrat hammom. To'xtang endi deb keyin biz ham bo'pti dedik. O'zimiz borib, meni bolalar bilan o'tirib, dam oladigan qilib, o'tirib keyin yo'q, klient kelib qoldi, olaman dedim. Keyin sotgimiz kelmay qoldi. O'sha o'rganib qoldik. Biz kirib, o'tirib, televizor ko'rib, bu yerda o'zimiz bu narsa tayyorlab, tipa mini ofis qo'ydik, keyin sotgimiz kelmay qoldi. Klientga sotib yuboraq hozir yana qolib ketadi dedim. Bunga pul investitsiya qilingan edi dedim. Ukam bilan sherik edik-da biz. Ukam har adamga borganimizda akina bo'ldi, kvartirada turardi. Kvartirani dedim, короче, yeganmiz dizayn proyekti. Shuning uchun ishonib bitta odamga dizaynskiy proyekt qilish kerak emas-da. U misol nima deydi, siz bo'ldi investitsiyaga bo'ladi deyishingiz mumkin, lekin boshqalar bilan masalan bular misol boshqa yoki kimlar bilandir maslahatlashib, nima deysan, senga qanaqa mana shu? Menga bu men bunday qilgan bo'lardi, men bunday qilgan. Uchtasini fikri o'zgardimi, уже bu noto'g'ri narsa-da. Hozir ham men kecha bittasi aytdiki, investitsiya qilmoqchiman, ko'rib bering uyni dedi menga. Men aytdim, qaradim. Men qurilish sohasida ko'rib berishim mumkin, lekin oladigan odam boshqa dedim. Sen ayol kishini olib bor dedim. Ayol kishini olib borgan, ayolingni olib bor, ishxonangdagini ayollar olib bor dedim. O'sha nechtadir variant bo'lsa senga tanlab beradi. Chunki uyga ayol kishi olib beryapti-da. Eri xotin boryapti. Men o'zim necha marta ko'rdim, er bilan kelyapti. Eriga yoqqan edi, eri pul sanayman degan. Yo'q degan. Adasi menga mana bunisi yoqdi degan. Shu yoqdimi senga? Bo'pti. Bu eri 70 kvadrat olyapti Darxonda. Yoki xotiniga o'tdi, 90 yoqyapti menga. Qarang, oynasi bu yoqqa qarar ekan, buni qarar ekan deyapti-da. Uni gapiga pul sanayapti. Shuning uchun ayol kishi uni ko'zi bilan uy olish kerak. Har bir ayol kishiga maslahatlashiladi. Uy olayotganda oilaga boradi-da. 8 marta ayoli kelsa, 2 marta eri keladi. Er aytadi, "Yoqdimi senga?" "Yoqdi" deydi. "Bo'ldi, olamiz" deydi. Shuning uchun hozir anaqada ham жилой kompleksda ayol kishidan borish kerak. Investitsiya qilmoqchimiz, o'zingiz borib, nimadirlarni qo'llataman deb qo'yadi. Ovatgan ham ayol kishi bo'ladi. Er xotin bo'lsa ham ayol kishining gapi gap. Endi bitta muammo bor. Nima? Muammo bitta videoingizni ko'rib qoldim. U video kottejlar haqida edi. Ikkita kottejni devori bitta bo'lib qolgani haqida. Hozir uni ko'rdim. Keyin 1 yil oldin hovli oldik-da biz. Uni ofisda ko'rdim. Keyin to'xta dedim, bizaniki ham shu bitta bo'lib qolmaganmi ekan dedim-da. Reski uyga qaytib bordim. Borib qarasam, bizda ham bunaqa ikkita egizak qilib qurgan. Davar bitta. Eng qizig'i orqa tomonda ham bitta hovli qurilganda, davar ham bitta. Bu degani ikki tomondan davarimiz bitta. Nima qilishim kerak endi? O'sha orqaga yo'l yo'q, so'z bo'ldi. O'zi nima bo'ladi? Endi qanaqa holat qilish to'g'ri? Mana chidaysiz deyapsiz, sotayotgan paytda bu muammo bo'ladimi? Bo'lmaydi, muammo. Muammo bo'lmaydi. Yo'q, просто bu пожаробезопасность misol uchun o'zingiz o'ylang, mana uchastka ovozda siz devor bitta domga o'xshab.
Misol ertaga nimadir qoqaman deysiz, nimadir qilaman deysiz yoki uni uyda bir nimadir bo'lyapti. Ekonom devordan qilgan. Unaqa strashniy joyi yo'q. Keyin o'zi aslida uy bir-biridan ajralish kerak. Siz tomingiz ham menimcha birga bo'lsa kerak. Tom ham birga bo'lsa. Yo'q, tom birga emas. Yaxshi aytaman, tom ajralgan. Devor ajralmagan bo'lsa tom ajralmaydi. Devor ajralmagan bo'lsa tom ajratib bo'lmaydi. Endi yana savol berib qo'ydi, hozir endi uyga borib o'shani tekshirish. Agar devor ajralmagan bo'lsa tomni nikak ajratib bo'lmaydi. Lekin o'sha orqa tomonda muammo bo'lganini bildim. Bitta qaradim, chunki biz anaqa 2 etajli edi, ikkinchi etajda bunday qarayapman-da, to'g'ri bittada. Qarab turibman, sizni gapingiz boshimda aylanyapti. Hovlisiga tushib qolgan. Hech narsa qilmaydi u. Hech qilmaydi. Yo'q, hovli bo'lsa hech narsa qilmaydi. Agar uy bo'lsa yoki rostdan siz o'sha devoringizga tomini olib kelib ulab qo'ygan bo'lsa, uchida yo'q, uy emas lekin. Yo'q, hech narsa. Hovliga to'g'ri kelgan. Hech narsa qilmaydi u. Hech narsa qilmaydi. Nima qiladi u? O'zi odatda standarti bo'yicha, masalan, uni hovli bo'lgan taqdirda ham alohida bo'lish kerak. Uni zabori bo'lishi kerak. Ko'plar qilmaydi-ku bizda. Ko'plar qilmaydi bu narsani. Qo'shnimmi devorlar deydi. Devor qo'shni deb shunga. Qo'shni devor. Siz faqat sizni devoringizga nimadirlar o'rnatmasa yoki devoringizga tegi nimadirlar qurmasa, boshqa ochuv bo'lsa, naborot zarari yo'q. Faqat o'shani ikkita uykida. Lekin baribir ham o'shanda qanaqadir qalinlikda bo'ladi, to'g'rimi? Qalinlikda qilish kerak edi, 40 sm qiladi. O'zi paltara 1,5 qish qo'yadi. Qilish lakablok qo'yadi o'sha yarimini. O'shanda qanaqa bo'ladi? 20 uniki 20 sizniki bo'lib qoladimi yoki qanaqa? O'zi kadastrda, misol uchun mana devor chizig'i kadastri, sizniki chizig'ingiz ichida bo'lishi kerak devoringiz. Hozir sizlarning kadastringlar, devoringlar o'rtada. Siz bilmayman uni kadastr qanaqa ajratib bergan. O'zi aslida kadastr ichish kerak edi berishdan oldin. Devorni qanaqa bo'lamiz deganda, ular o'rtadan bo'lib olgan. Hozir devoringiz 40 sm bo'lsa, 20 sm sizga kirgan, 20 si bunga kirgan. Endi hammadan ham qizig'i, siz ertaga uy quraman desangiz, devorlar nazishingizni bilasiz, faqat bu yoqqa surilasiz, yana bitta. Ichkariga surilasiz, boshqatdan qurishingiz uchun. Endi bunaqa kottejlar, qurilgan kottejlar hali beri bizib qurish nevigida. Bunaqa narsa. Men o'shandan keyin mana shu videoyimdan keyin bizlar mahallada bittasi kottej qurib yurardi, to'xtatdi meni. Bilar ekanda o'sha bank. Okey dedi, siz nimaga shu gap kerakmi sizga dedi. Men aytdim, okey, men aynan dedim, mana siz Allohga guvoh, aynan sizni uyingizni ko'rib yetganman dedim. Men bilaman siz qanaqa qurayotganingizni. Siz qarang, siz yana mana shu olganingizni qarang, siz bilibsiz, siz haqingizda gapirganimni desam, yo'q, men haqimda gapirdingizmi deyapman. Siz otingiz yetmadi, lekin siz qurasiz shunaqa uyni bizning mahallada dedim. Bo'lmasa dedim 300 ming, 350 mingga sotasiz dedim. Nahot dedim, shu bitta devorlar alohida qila olmaysiz dedim. Tomini alohida qila olmaysiz dedim. 4 tani bitta qilib quryapsiz dedim. 4tasini tomi bitta dedim. Yonsidan 4tasiga o'tib ketadi dedim. Mayli, yonma-yon bo'lganda ham nimadir bo'lib, balki pajara безопасность degan narsalar bor, u bor, bu bor. Hop, yer qimirlaganda ham, qaysidir 4 ta binodan bittasi qattiqroq qimirlasa, qolganiga ta'sir qilish kerak emas-ku, umuman. O'zi domda shunaqa narsa, bilasizmi? Ko'rganmiz, mana domda bo'lsa, bitta blok bo'lsa, 4 ta podez bo'lsa, 4 ta podez yo o'rtasidan bittasi bo'lingan bo'ladi, yo qanaqadir ora-orada ochiq joy bo'linadi. Chunki yer qimirlaganda butun boshli bino qimirlasa, qimirlataveradi. Aynan shu seysmik mo'ljallab kesiladi binolar. Fundament ham отдельно bo'ladi. Fundament отдельно bo'ladi. Boshqa podezdan boshqa podezni fundamentlargacha ajratiladi. O'zingiz aytib qoldingiz, tashqarida to'xtatdi deb hozir личный brendingiz ustida ishlayapsiz ekan. Ancha aktivniy. Qanday ta'sir qildi o'zi biznesingizga? Yomon tomonlari ham bo'ldimi? Bekor qilman degan tomoningiz ham? Yo'q, unaqa tomoni bo'lmadi. Biz hozir unaqa qattiq ishlamayapmiz. Umidga yetdim. Sen ishlamayapsan, almashtirish keraksan. Okey, vaqtda o'qishdan endi. Lekin mana shu lичный brend ustida ishlaganimda faqat shu bir ikkita yomon kommentariyalarni ko'rganda o'zim aniq qilganman. Keyin o'zim aytganman. Yozavermaydimi endi nima endi, balki shu bilan maza qilayotgandir-da endi. Misol 10 ta odam ko'raman-da, yozgan misol 10 ta odam analiz qilaman. 7 tasiga yo'qotdimi, nima endi 2 ta odam семья без уродов не бывает. Hammasi bitta odam bari bo'lish kerak-da. Keyin boshda o'chirardik. Keyin o'chirmadim. O'chirmasa naborot ahvat qo'yargan, naborot ham prosmotr o'chirmadim. Qo'shib sanamay hozir bu narsa bo'lmayman-da. Ko'tarib bolaga aytardim-da. Lekin ko'p joyga misol uchun qurilish kompaniyalariga borsam aytadi, "Va, okey" deydi, anaqa.
siz bilamiz xursand bo'lasiz конечно misol qo'ylatib Instagramda ham anaqa qilmaganmiz. Men nimaga bu Instagramni ochganman, ko'targanman, ko'p odamlarni hayotda ko'rganman aldanganini uyatganda. Juda ham ko'plarni ko'rganman. Haligacha menga direktimga ochadi, mana shunaqa bo'lyapti, bu yerda bunaqa bo'lyapti, yordam bering, pulim ololmayapman, boshqa qila olmayapman. Men aytaman, qaniydi agar men qo'limda vakolat bo'lganda, birinchi sizga yordam bergan bo'lardim. Bu narsaga misol men nimaga ko'proq aytaman odamlarga shularga e'tibor beringlar deb. Bu rostdan ham mana hozir ham ertaga mana ertangi kunni ayting, mana bugun necha 18mi? Ertaga 19 dushanba kuni boradi odamlar. Shu videolarni ko'ryapti-yu, boradi, babu yo'lati do'g'ri o'qimaydi. Babu o'qimaydi. Ishoning o'qimaydi do'g'ri. Ha, desa men tushunmayman deydi. Xo'p, shuncha pulga uyoqsan-ku, to'la yurist ko'chada. Shunday Instagramga olsang yurist chiqadi. Qancha odamlar yuristga podpiska tashlab qo'yib, shu odamga telefon qilib uyoqmoqchi edim. Ko'rib bering degan. U aytadi, "Menda deydi, sani risking bor" deydi. Bu deydi, "Mana bunaqa deydi, hujjatim mana bunaqa ekan" deydi. "Mana bunaqa joyim bor ekan. Tayyormisan" deydi. "Ha, tayyorman" desa bo'ldi. "Yo, tayyor emasman" desa, o'zi eshitsa bori, og'isi ham kelmaydi. O'zi shunaqa kompaniyalar bormi? Chiqdimi? O'zi chunki Novostroykalar juda ko'payib ketmanchi chiqdi shekilli. Ha, bor. Biza o'sha bir ikkita bizga ham chiqishda, hamkorlikda biza aytdikki, nima deydi? Biza hozir tekshirib berdik ham deylik, hujjatlarni ko'rib berdik, hammasi zo'r. Qurilish kompaniyasi qurolmay qolsa-chi? Shuni o'yladik. Keyin aytdikki, biza misol hujjatini tekshirib beramiz. Bizga nima anaqasi bor, qurmasa o'zi javob beradi deymiz. Lekin baribir qanaqadir mana hozir yangi qarorlar ishga kirib, banklar orqali to'lovlar qilsa, o'zi kerak emas tekshirib beruvchi. Bo'ldi, bu bank ham o'zi tekshirib oladi uni hujjatini. Bu narsa kelib bo'ldi, уже portlayman deb turibdi-da odamlar. Mana qurilish kompaniyasiga chiqib janjal qilyapti. Eng katta ko'p narsani eshitganman, kommentariyalarda o'sha yozganimda. Bering anaqaga ustidan yozib bering desam, menga nima deyish 90% aytardiki, hozir buni ustidan yozib bersam, sudebniy ish qo'zg'aladi, keyin qurilayotgan dom ham to'xtaydi. Men pulimni ola olmayman. Mana shunaqa qo'rqar ekanda odamlar. Bor pulingni qaytarib olgin desa, hozir men pulimni ola olmayman, naborot mening ishim cho'zilib ketadi. Naborot men hozir buni qamab qo'yishsa pulsiz qolib ketaman. Mana shunaqa xayollar ekanda. Umuman ko'plar bu narsani noto'g'ri tushunar ekan. O'zi meni qiziqtiradigan savol, ikki xil quruvchini ko'rganman hozirgacha. Bitta quruvchi bor, ya'ni odamlarning puliga qurib ketadi. O'sha kotlovanda loyihani ko'rsatishadi, marketing sotuvini qilishadi va odamlar kelib sotib oladi. Ular o'sha pulga qurib ketib, oxirida foydasini olib chiqib ketishadi. Ikkinchi quruvchini ko'rdim. Menimcha Yunusobod Residence, adashmasam, nomi noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Ular qurib bo'lib keyin sotishdi. Qaysi birida foyda katta? Qurib bo'lib keyin sotganida? Qancha qurib bo'lib. Ha, o'shanda. Siz aytgan pulingizga sotasiz. Men Darxon uyining ikkinchi proyekti, ikkinchi loyihasi 10-etajga kelganda sotuv ochilgan. Tushunasizmi? 10-etajga kelganda sotuv ochilgan biz o'ylagandan ham qimmatga sotilgan uylar. Haligacha shu mana shunaqa narsa bor-da. Boshida podkatlaman, sizga hech kim aytgan pulingizni bermaydi. Arzonga sotadi. Balki qurilish kompaniyasi shu aynan bir boshidagi 50 ta odamdan, balki 30 ta odamdan foyda qilmasa ham, оборотga kirib ketish uchun majbur sotadi. Lekin shuni oxirigacha olib bora olmayapti-da. Ishlatib qo'yadi, boshqa qiladi. Mahallamda bittasi dom qurdi, yoniga energy quryapti, lekin u dom 2018-yil boshlandi-da, men maketlarni, bannerlarni ko'rib o'tib ketayotganimda, biz bu paytda Darxonni quryaptik. Mana shu chiroyli ekan, mahallamdan ekan. Bitta olib qo'ysa, sekin to'lab yursa, uyga ham yaqin ekan, ha deganda uydan bor dam olib kelaman deb, erkak kishi o'ylaydi-ku, bitta uyim bo'lsa-da, bir xil payt borib 1-2 soat o'zing men qo'yib dam olib. O'shanda keyin borganimda aytganki, "Aka, mana shunaqa $800 remontlari bilan" deganda, "Qanaqa remont desa, mana shunaqa remont, bundoq qarasam remont dahshatda. Biz u paytda remontsiz $900 sotardik. Qanaqa qilib $800 ga qolasam, $800 ga beramiz, remont bilan podключ, meblingizni olib kirasiz bo'ldi" degan. Keyin aytganman, "Ya, bo'pti, sizlar quraveringlar" dedim. Ertaga qurolmay qolmaysizlar, yana nima kerak dedim-da, o'zimiz quruvchimiz dedim-da, mahallamga yaqin bo'lgani uchun qiziqdim. Mana haligacha tomi yopilmagan, sudlashib, odamlar bechara uy qurilmay qolib ketgan. Men o'shanda отдел продаж kirganimda endi sotuvchilarni ko'rganman, keyin menga
mahallada bolalar uyg'ongan ekan, okey, kirib shuni gaplashib ko'ring, o'zi nima bo'ladi. Bu yoqqa deganda kirsam, uchredитель ham, shu direktori ham bizada maktabda, o'sha maktab paytimizda o'qib yurgan, mendan bir 4 yosh, 5 yosh kichkina bola ekan, mahallada katta bo'lgan. Dom qurganda, men aytdim, "Sen quruvchi emasding-ku, mahallada ham yurarding, yo ishlaring ham zavod-pavodlaring bor edi" desam, "Mana shu joy" deydi, "Mani sexim edi, otamdan qolgan" deydi. "Menga bittasi kelib uy quraylik deb aytdi" dedi. O'sha bilan uy qurdik. Короче, pul hisob kitobini qilmaganmiz. Mana qura olmayapman, lekin kredit olman, quraman dedi. Yo'q, oradan 1 yil o'tib, yaqinda ham eshitdim, sudlashishdi. Короче, ahvol og'ir, uy qurilmagan, bitmagan. Men o'sha paytda sразу sezdim-da. Nerealniy summaga remont $800 ga biz 900 ga sotib olamiz, bez remont. Qanaqa remont qilib berasan desam, "Yo'q, beramiz, dota отдел продаж". Ya bo'pti dedim, "San hozir ham ko'p, 7 millionga remont qilib beraman" debdi. Mana shu savolim hozir bor edi. O'shani bermoqchi bo'lib, bermaymi deb o'tiraman buni. Bizga mana 5-yil biz endi agentligimiz quruvchilar bilan ishlaymiz faqat. Qiziqishimiz borda. Bizaga ustozlar o'rgatgan paytda quruvchi tez ham sota olmaydi, sekin ham sota olmaydi. Normada sotib ketirish kerak. Ya'ni quruvchini pul anaqa kam sotsa pul yetishmovchiligi bo'ladi, ko'p sotib olsa pul turib qoladi degan narsani endi o'rgatishgan bizaga. Hozir holat shunaqa bo'lyapti, запуск degan sistema chiqdi. U qanaqa sistema desangiz, bu endi bir ta'lim platformalarida juda mashhurlashdi. Ma'lum bir juda katta auditoriyani olib kirasiz-da, o'shalarga birdaniga katta miqdorda sotib yuborasiz uylarni. Bu qanchalik to'g'ri o'zi? Masalan, aytaylik 200 ta xonadonli loyiha quryapsiz-da. Bitta kirganda aytaylik, masalan 100 tasini o'zi necha foizini sotishingiz kerak boshida? Qanaqadir o'zi hammasini sotishga hech kim ishqoz bo'lmaydi. Misol bir oyda определенный расход borda, etaj ko'tarish uchun 2 milliard deylik. 2 milliardga misol 4 ta kvartira sotish kerak. 4 tadan ko'p sotishga ham qiziqmaydi ular, lekin 4 dan sotish kerak. Agar 5-6 ta sotib qolsa, keyingi oy 3 taga to'g'irlab, mana shunaqa sotib boradi. Sabab hozir 600 dan sotyapti-yu. Bu 5-6 etaj ko'tarilganda 700 bo'ladi, keyin 800 bo'ladi. Unga sotib yuborishni выгодно. Hozir mana senga 50 ta kvartira sotib qo'ysa, shu pulga u foydasi kam juda ham. Nima qiladi ortiqcha pullar? Qurilishga yetib tursa bo'ldi. U biladi o'sha bir oyda qancha rasxod qilishini-da, отдел продажа ketadi. Bu oy plan 4 ta deydi. 2 kvadraturani aytadi. Ya'ni 300 kvadrat sotish kerak deydi. Har xil nechta kvadrat sotishga. Ular shunga harakat qilib sotadi. Hozirgilar 300-400 kvartira sotib tashlashyapti. Men uni bir narsa demayman, lekin vasha dahshat u. Oxirida. Eshitdingiz? Eshitaman, o'zim ham ko'raman, bu dahshat u. O'chirtlarni ko'rib. O'chirib turishdi-yu, yo'lamanda. Yo'q, men o'chirtdan ko'ra ana qurilayotgan narxi, men anaqa hisob kitobini qila olmay qolaman-da. Bu sopoldan qurilyaptimi, anaqa loydan qurilyaptimi bu uy deyman-da. Lekin Toshkentda qurilyapti, shu narxga-da, anaqa yaqinda bitta endi juda xafa bo'lib ketdim. Bir uzoq shogirdimizda kelib faxrlanib gapiryapti-da. Anaqa 300-400 shartnoma imzoladik, o'zi umumiy loyiha qanaqa edi? 600 tam qanaqadir xonadon desa, taqildim-da. Bilmadim, men qurilishni yaxshi tushunmayman dedim yoki menga oddiy inson sifatida ham nelogichni tuyuldi bu narsa. Qarang, bu narsa 300 ta 400 ta liracha to'lovlari juda ham anaqa, nima deydi? Uyga puli yo'q odam ham bor. Birinchi to'lov yo'q bir xil joylarda. Bir xil joylarda 50 million to'laysan, oyiga 4 milliondan oxiri keyin uying bitgandan keyin qolgan pulni berasan. Shunaqa juda ham yengilliklar bo'lganki, mana ko'cha jiyanim aytayotdi, tanishingizda yoki odamda oyiga 5 million ekan, birinchi to'lov yo'q ekan. Shunaqa uy olsam nima deysiz-da? Men aytaman, qanaqa to'laysan? Endi ishlab yuribsan, bola chaqang gap yo'q. Endi ishlab to'layman. Mana shunaqa risk qilib, qo'rqmasdan borib olayotganlar hisobiga. Agar u boshidan 50% naqd to'lagan desa, uni sota olmaydi. Unaqa odam yo'q. Juda ham ligotalar, juda ham aksiyalar katta qolishganiga odamlar borib olib tashyapti. Bu quruvchiga qanaqa bo'ladi? Nima bo'ladi bor? Masalan, hop quruvchi ham men aytaman-da, nimanidir hisob kitob qilgandir, do'mak. Qanaqadir masalan aytaylik, hop 5 milliondan to'lagan taqdirda 300-400 qanaqadir hisob kitobi bormi? Men nimani tushunmadimmi deyman. Bitta quruvchi bilan o'tirib gaplashganda, "Okey" dedim, "Siz dedim 5 milliondan sotyapsiz, 6 milliondan bo'la. 8 milliondan remonti bilan sotyapsiz." Men dedim, "Remontni 8 millionga qilaman material bilan" dedim. U bino
bitta ko'rdim 8 million bino remont ketadi. Siz dedim 8 millionga remont bilan beryapsiz. Dedim, shuncha pul suvda kelyapti, boshqa qilyapti desam, ular aytdilarki, bir yaxshi anaqa aytdilar, fishkan aytdilar. Endi bu baribir ularning fikri, men unga qo'shilmayman. Yig'ilgan pulga dedilar, men yer olib qo'yaman dedilar. Kompaniyani hisobidan yer olib qo'yaman dedilar. Tushunasizmi? U yer totdilar. Bu uyni ko'tarayotganimda ertaga pul kerak bo'ladi-yu, misol uchun buni 100 mingga olgan bo'lsam, 150 ming bo'ladi dedilar. Shuning uchun men ani arzonga sotganim hisobiga men buni sotaman-da, bir-birini qoplayman dedilar. Lekin bu juda katta riskda. U yer sotiladimi yoki u yer nima bo'ladi? Yer olib qo'yaman, shu tushayotgan puliga srochni yer olib qo'yaman dedilar. Men o'zi birinchi o'z ko'rganimda ham o'zlariga aytdim, siz dedim, nerealni arzon sotyapsiz, nerealni to'g'ri kelmayapti, kalkulyatsiyaga to'g'ri kelmayapti. Yana boru qo'yil qo'yotgani monolitni dom qurilyapti. Bu plita emas, bu monolitni dom, bu mustahkam, zo'r qurilyapti. Bu kalkulyatsiya qilsa, bu bilmadim endi, balki rostdan ham xalq uchun qurilayotgan bo'lishi mumkin-da. Oxirigacha qurib berilib, zo'r topshirilsa, lekin butun umr shu insonlarning hayotida bir katta savob qilgan bo'ladi. To'g'risi, butun anaqa savob tagida qolgan inson bo'ladi. Hamma qurilish kompaniyalariga insof bersin-da, mana shu agar yozayotgan bo'lsam, hamma qurilish kompaniyasiga insof bersin. Ana hamma emas. Ya'ni insof bilan qurmayotgan odamlar. Zo'r kompaniyalarni hurmat qilaman, Coach Construction. Men misol uchun birortasini ularni taniyman, lekin shunaqa zo'r quryapti, shunaqa zo'r quryapti. Ishlaymiz endi. Da, mana BI Group misol uchun men Tapovishdan o'tib ketaman. Kuniga bitta etash ko'taradim, bilmayman-da. Oyimda o'taman, kecha quryapti-ku. Bir haftadan keyin o'taman, 3-4 etash aytaman. Mana qurilish qanaqa bo'lishi kerak. Setkalar, texnika, безопасность, kaskalarda, misol biz endi shu ichida bo'lganimiz uchun bittada ko'ramiz-da, qayerda nima bo'layotgan. Men qoyil qolaman. Yonida qurilish qilyapti kimdir. Hali u etaj ko'tarilmagan, undan oldin kranlarni qo'ygan edi. Bu uje tepaga chiqib ketyapti-da. Srogiga ham topshiradi bular. To'g'ri, qimmat. Misol 1,5 ming dollar kvadrati, 1700 dollar kvadrati umuman arziydi. Ham sifatli, ham tez, boshqa bosh og'rig'i yo'q, ani bekorga tushib qoldim, pulimga uxlab qoldim. To'g'ri. Umuman. Bizda bir 2025 bo'lsa, hozir 2028-yilda sanoqli kompaniya qoladi. Bo'ldi, hammasi tozalanadi. Mana Dubayda MR, Damak, Shoba kompaniyalar bor, 5-6 kompaniya bor, shular quradi dom. Boshqa odamga noyo'tdi-da, ya'ni eplolmaydi ham. Talablarni bajara olmaydi ham. Bizda ham hozir shunaqa bo'ladi, misol uchun mana Murod aka qoladi, Golden House agar Zula ham 2 bo'lib ketdi, qolsa, misol uchun mana BI Group, Coach Construction, Energy bor. Energy, endi BI Group hammasi bitta bo'lib ketdi. Endi shu bular quradi. Shu yana qancha davom etadi? Mamlaqa boom. Menimcha o'sha keyingi yil, mana shu 2025-yilda ancha-munchasi tozalanadi. O'sha qarorlar chiqdi, mana QR kodlar chiqyapti, o'sha QR kodni bitta urasiz, qurilish kompaniyasining oldiga borasiz, hamma hujjatlarini chiqaradi. Yo'q bo'lsa, demak, uni hujjati joyida emas. Bo'ldi, o'sha ustida qattiq ishlanyapti-ku. Bu yil menimcha yil oxirigacha ancha. Yo, bir qayerdadir eshitdim, hali ham uy yetkazib bera olmayapmiz anaqa. Hali ham anaqa qurilish davom etish kerak anaqa. Yo'q, qurilish 10 yil, 20 yil ketaveradi. Ha, tug'ilish bor-ku. Tug'ilish bor. Farzandli bo'ldingiz. Misol kimdir farzandli bo'lyapti, o'rniga o'rin uylar qurish kerak, bu tug'ilish bor joyda. Hali ko'p kerak uy bizga. No, narxi o'sha to'g'rilab olish kerak. Mana bunaqa ish qarang-da, mana mashina ham borganingizda, mashina olsangiz ham to'lovsiz mashina ola olmaysiz. To'lovsiz do'g'ir berishyapti. Uylar вообще bunaqa qanaqa sotishyapti? O'sha uylar nima qilishadi endi? Buzishadimi? Noqonuniy tushgan bo'lsa, nima holat bo'ladi? Noqonuniy uylarni bir ikkitasini buzishga berdi davlat o'sha gasimdan. Endi aniq buzilmadi, ko'rmadim biz tashlashganini. To'xtatish kerak xullas. Buzmasa ham hozir noqonuniylarni to'xtatish kerak, qonuniylashtirish kerak, odamlar aldanib qolmasligi uchun. Odamlar aldanishgan. Bitta odamni vijdonsizligiga shuncha odam aldanib qolyapti-da. Hammadan ham qizig'i, shu kompaniyaning rahbari mana o'tiribdi, bu oddiy holda aytadiki, uyni deydi tezroq sotlaring deydi, misol. Keyin bittasi aytadiki, dokument so'rayapti desa, qanaqa dokument? Dokument tushunmaydi, ko'rsatib yuboraman dokumentni deydi. Menga ko'p dokument ko'rsatishganda, o'sha firma oldingi domini dokumentlarini beradimi, bu narsani men aytaman, qayerda qurilyapti, mana adres boshqa-yu. Ha, mana bunaqa, keyin men aytaman, o'sha chiqib ketish kerak-ku, nimadir qilish kerak. Sotuvchilarni ham bilib yolg'on gapirib sotadi.
bilyapti kompaniyada nimadir Nito. lekin shunga sheriyda. O'shanda men aytaman, nimaga rahbar javob berish kerak? Bilib turib sotyapti-yu, ular ham javob bersin. Bilgan-ku, reально u soqqani olib kiryapti, pulni olyapti, ya'ni olib kirib beryapti, boshqa qilyapti. Aldama xalqqa. Soat bundan ko'ra, misol sen o'sha yerda ota-onang o'rniga qo'y, kimdir misol uchun tog'angni yoki ota-onangni o'rniga qo'yib, pechirib uyini sotib, bolamga pul uy olib beray, alohida qilay deb pul olib keladi. Olajon, pulini olib, uni ne umidlardan chiqarib yuborishadi. Bu. Shuning uchun qurilishda mana hozir bizda proyekt bor, inshaalloh 25-yilda dom, ya'ni tojikistonlik hamkorlar bilan birgalikda biz proyekt qilyapmiz. Agar biz o'sha xudo xolisa qurilishni boshlasak, juda ham ko'p anaqalar tayyorlab qo'yganman shu qurilish bo'yicha, sotuv, ya'ni o'sha qanaqa qilib o'zi uy quriladi, nimadan quriladi, nima qilinadi. Ko'proq odamlar anaqada уже realniy anaqaga e'tibor beradi. Rasm qo'yasiz-ku, foydasi yo'q. Ko'rsatib bering nima qilayotganingizni, aynan gapirib bering, misol uchun, odamlar ko'rsin. Любойni chaqirib mana kir ko'r deb qilish kerak. Keyin anaqa oxirgi gapim aniq qolib ketmasin. Bizlarni o'sha ko'rsa agar shu ayni blogerlar, aktyorlar uy reklama qilishga chaqirishadi-da. Mana deydi, misol uchun Yunusobodda qurilyapti deydi. Lekin olib borib videoga otgan joyi boshqa joyda. Ham biz bilamiz uni. Misol yozsak bo'ladi-yu, mashinalik san ham aldavsam. Boshqa qurilishchi oldiga olib borishadi. Bu Yunusobodda reklama qilayotgan bo'lsa, bir Chilonzorda bo'lishi mumkin yoki bir joy o'sha yerga olib borib, mana qurilyapti. To'lalaring deb bilib turib aldashyapti. Shunaqa holat bor. Men o'zim ko'rdim. Ya'ni bu pul uchun qilyapti-da, u tekinga qilmaydi-yu bu narsani. U nima deydi qurilish kompaniyasi? Sen shunaqa qilgin deydi, biz lekin xuddi shunaqa quramiz buni deydi. Quramiz. Prosta odamlarga tushunchaga ega bo'lsin deydi. Bu ham shunaqa ekan-da, endi reklama qilish kerak ekan deydi. Borib agar o'tdi shu joy ko'lanmagan joy reklama qil, odamlar to'layapti-ku. Ofisga kelyapti, ishonib shu odam reklama qildi. Mana deb to'layapti. Aldash kerak emas. Bu pul bilib turib shu pulni olsanmi, baribir kimgadir ishlatasan, oilangga ishlatasan, menimcha shu yoqmaydi-da. Rahmat aka. Ajoyib suhbat bo'ldi. Maza qildim. Qurilish haqida ba'zi aniq o'zim o'ylantirib yurgan savollarga ancha javob oldim. Bemalol, payt o'zingiz zaproslaringiz bo'lsa ham chiqavering. Albatta. Anu narsani lekin qiling, men aytgan narsani. Ya'ni mana ukamga aytaman yoki Lubo qurilish kompaniyasi birinchi reklama deganda auditoriyangiz sizni novostroykaga bo'lsin. Uy olmoqchi bo'lgan odam birinchi bo'lib sizni bilsin. Boshqa narsani bilish kerak emas. Shunga kirsamiz, hamma qurilish kompaniyalarini biladi. Shunaqa qilingki, hujjati zo'r bo'lsin. Siz hammani oldida yuz yorug' bo'lish kerak. Misol 5,000 10,000 dollar reklama qilib bersa, lekin hujjatim yo'q desa, keyin qolaman desa, pulga ishqoz bo'lish kerak emas. Lutchi 1000 dollar oling-da, ana hujjati borini reklama qiling, auditoriyangiz ko'payadi, odamlarga doверие bo'ladi. Даже misol ko'rsatib bering, ya'ni hujjatlarni. Mana shu hujjatlar bo'yicha ishlanadi. Mana to'lov bo'lyapti, mana kvartira, kelinglar olinglar. Novostroykada o'sha odamlar uchrashadi-da. Rahmat. Keyin biz ham dom qursa chaqiramiz. Bo'ldi gap. Rahmat.